Assalamu alaykum do'stlar, hammalariniki mash vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi darsimizda nashr kontrol qilish sistemasi, ya'ni version control systemini o'rganib o'tamiz. Nashr kontrol qilish sistemasi degan nima deganda, nashr kontrol qilish sistemasi kodga qilingan o'zgartishlarni xotirlash orqali hujjatlarning o'zgarishini xotirlashga yordam beradigan yumshoq detal qurollarininki bir turi. Bu ya'ni sizningki shu koddagi o'zgartgan har bir o'zgarishni xotirlab mangadigan detalninki o'zi degan sistemni biz hamda nashr kontrol qilish sistemasi deymiz. Yani siz masalan har bir o'zgartish qilgan chog'da uni bir saqlab mangsiz. Keyin qatimda siz mushu burun saqlab qo'ygan kodingizga qaytib shuni ko'ra olasiz yoki o'zgartira olasiz degandek hamda nashr kontrol qilish ninki turlari, bir qancha turlari bor. Buning birinchisi yerlik, ya'ni local deydi. Bu yerlik kontrol qilish turi degan nima degan vaqtida, ya'ni siz o'zingizningki mushu kompyuterda turib, o'zingizningki o'zgartgan narsalarni kontrol qilib tura olasiz, ya'ni kontrol qila olasiz. İkincisi, mərkəzləşdirilən kontrol qilish turi. Bu deganimiz, ya'ni ma'lum bir rayonda yoki bir ambarda bizningki shu turlarimiz yoki application deydi, applarimiz shu yerda bo'ldi. Biz shuni o'zgartib, shuning ustida texmo yangi narsalarni qo'shib, uni taraqqiy qildirib, develop deydi, taraqqiy qildira olamiz. Endi mau tarqıtılgan nashr kontrol qilishda bu yerda ma'lum bir nim bo'ldi. Yerlik bir ambar bo'ldi, ya'ni repository. Bu repository orqali siz o'zingizninki kompyuterga tushirib qilsiz. Kompyuteringizda yana bir repository bo'ldi. Siz mushu repositoryni o'zingizninki kompyuterda turib o'zgartishlarni qila olasiz, yangi narsalarni qo'shib chiqarib, uningga har xil qilgan ishlaringizga har xil commitlarni berib qila olasiz. Buni hamda tarqoqlashtirilgan nashr kontrol qilish deb ataymiz. Undaqda git degan nima? Git o'sha haqsiz va ochiq kodliq tarqitilgan nashr kontrol qilish sistemasi. Ya'ni git haqsiz tarqitilgan va o'sha ochiq kod bu ochiq kodliq, ya'ni haqsiz degan gap siz bu orqali siz o'zingizniki o'sha nashrni kontrol qila olasiz. Bu yerda bir qanchalig'an o'sha nashr kontrol qilish detallari bor, sistemlari bor Gitdan boshqa. Masalan, TFS deydi, CVS, Mercurial ve Subversion qatarlıq başqa nashr kontrol qilish sistemlarim bor. Amma hozir o'sha kompyuter sohasida eng chiq qo'llanilgani Git. Nima uchun Git ishlatamiz degan vaqtda Gitni hamda ishlatirgan odamlar nihoyatda ko'p. Bu xela o'rtoqlashgan hamda hech qanday til qo'llamaydi, til tanlashi yo'q, hech qanday til tanlamaydi. Gitninki hujjat xizmat aqimi, ya'ni Git file workflow degan vaqtida bu Git, ya'ni turlarni unumli boshqarish uchun Git xizmat aqimini ishlatamiz. Ya'ni bizning turlarimizni unumli boshqarish uchun o'sha Gitni ishlatamiz. Gitninki bir nurg'unlagan yurishlik ko'rsatmalari bor. Anandan keyin bu Git bizningki o'sha izchillikni va unumdorlikni oshirdi. Gitninki hujjat xizmat aqimi degan vaqtida Gitda bizda remote mushu remote bir nim bo'ldi. Remote degan gap hamda jiroqdagi bir yerlik ambar bo'ldi. Bu remote repository deyildi. Ondan keyin biz mushu remote
repository, ya'ni jiraqdiki ambarni o'zimizning kompyuterga tushagan vaqtida bu local repository, ya'ni yerlik ambar bo'ldi. Biz endi mushu tushirgan yerlik repozitorida o'zimizningki kodlarni yozayotgan bo'lsak, bu working directory, ya'ni ishlash rayoni yoki ishlash o'rni deb atsak bo'ldi. Bu working directory bo'ldi. Endi biz mushu qilgan ishimizni saqlagan bo'lsak, buni nega saqlaymiz deganda staging area deydigan yer bor. Mushu staging area degan yerga saqlaymiz. Bu staging area'da taxi bu kodimiz mushu yerlik ambarga bormagan bo'ldi. Biz mushu staging areaga saqlab bo'lgandan keyin saqlagan narsamizga bir bar yoki inkaz yoki bir tushuncha berib qilgan bo'lsak, buni tushuncha berib bo'lgandan keyin bu local repository, ya'ni yerlik ambarga bordi. Biz yerlik ambarga saqlab bo'lgandan keyin undan keyin buni mushu jiraqdiki remote repository deganga yo'llaymiz. Bu Git'ninki nurg'ulagan kodlari bor, buyruqlari. Biz endi doim ishiltirgan kodlarni ham o'rgansak bo'ldi. Git'ni kompyuterimizga tushirib qilgandan keyin avval o'zimizniki shu hisobotini, uchurlarini kirgizamiz. Shu vaqtida git config degan buyruqni ishlatamiz. Git config andan keyin global user.checkout name. Ondan keyin biz shu o'zimizningki ishlatuvchi ismi, ishlatuvchi emailni beramiz. Ondan keyin biz yangi o'zimizning kompyuterga yangidan bir hujjat qisqish qurib, shuni git orqali yo'llamoqchi bo'lsak, local remote repositoryga shu vaqtida git init deganni ishlatamiz. Biz har bir qilgan ishimizni nima ish qilganligimizni tekshirish uchun git status deganni o'rganib ishlatamiz. Git statusda sizningki nima ish qilganligingizni, shu yerda qaysi ishlarni qilganligingizni sizga ko'rsatib berdi. Undan keyin git add file name, ya'ni sizning shu hujjatingizni qo'shish uchun git add hujjat ismini ishlatasiz. Agar siz hamma hujjatni qo'shmoqchi bo'lsangiz, git add checkit deganni ishlatsangiz bo'ldi. Shu qilib bo'lgandan keyin biz git add hujjat ismi yoki git add checkitni qo'yib bo'lsak, bu staging areaga bordi. Biz staging areadan local repositoryga yo'llash uchun cho'qim bunga bir tushuncha, inkaz, commit berishimiz kerak. Buni git commit siziq, undan keyin biz beradigan inkazning ismini, tushunchasini yozamiz. Bu git commit siziq message, ya'ni uchur shuning uchun ishlatiladi. Agar biz ma'lum bir hujjat ustida davomli bir narsalarni yozgan bo'lsak, kodlarni yozib o'zgartirish ilib berilgan bo'lsak, yangi bir narsa qurilmagan bo'lsa, biz git commit siziq a siziq undan keyin shu o'zimizning uchurni yozamiz. Bu git commit siziq a siziq undan keyin uchur shuning uchun ishlatildi. Git commit degan endi bu sizningki oldingi qatim bergan inkasingizni yangi inkaz yozmay turib shu inkasni o'zgartirish uchun ishlatildi. Git rm file name degan sizningki ma'lum hujjatingizni o'zgartirish uchun yo'qotish uchun, o'chirib o'tish uchun ishlatildi. Bu komandlarning hammasini hamda biz tafsiliy o'rganib o'tamiz. Hozir bir-birlab tushuntirib yurmay, mushu komandlarni biz keyingi darsimizda bir-birlab mashq qilish jarayonida o'rganib o'tamiz. Endi yiroq ambar degan nima degan vaqtida, ya'ni remote repository degan nima degan vaqtida bu ko'pincha ishlatuvchilar yerlik ambarda ishlaydi, ya'ni o'zingizning kompyuterda
işləysiz, hüccətlərni şunanda üzgərtsiz, yeni kodlarni yazırsınız. Amma siz bir başqa, məsələn, siz məlum bir türdə işləۋatsınız, o türni bir qancha adam şu türdə işləۋatqan bolsa, siz şular bilan oxşaş bir vaqtda həmkarlaşıb işləşiniz kerak. Yəni siz sizning kodlaringizni balkim ular ishlatishi mumkin, ularning kodlarini siz ishlatishingiz mumkin. Hammanglar bir tur ustida ishlaysizlar. Onunğa ayrım-ayrım türlərini işlətməyimiz, oxşaş bir türdə işləyimiz. O vaxtda biz şu remote repository degan uqum şu vaxtga keldi, yəni yiroq ambar. Bu başqa kişilər bilan həmkarlaş üçün yiroq ambar ishlatimiz. Yiroqdagi ambar bo'lsa, şu abonentlar yüklaydigan, yəni ishlatgichlar yüklaydigan və izzat. İzzat deganimiz şu commit degan şu. İzzatlarni başqa həmkarlaşgıchlar bilan o'rtoqlashadigan joy, yəni siz bilan sizningki yozgan kodlaringiz və yoki yozgan izohatlaringizni boshqalar bilan o'xshash hamkorlashib, ular bilan o'rtoqlashadigan narsani biz remote repository deymiz. Hamda bu yerda 5 tal bir uqumni yozib qo'ydim. Repository degan o'sha yiroq ambar degan gap, commit degan izohat degan gap, mau collaborators degan hamda hamkorlashuvchi degan gap, local repository degan o'sha yerlik ambar, remote repository degan yiroq ambar. Yiroq ambar deganni o'rganib o'tdik hamda yiroq ambarda qaysi texnikalarni yoki qaysi nimalarni ishlatamiz deganda bu yerda ikki xil narsa bor. GitHub bilan GitLab. Hamda ichiqroq GitHub ishlatildi, ammo GitLabnimi ishlatadi, ammo GitHub haqsiz. Shuning uchun GitHubni ichiqroq ishlatildi. Bu hamda GitHub degan GitHub yoki GitLab degan tordagi bir hujjat qisqo'sh yoki bir ma'lum kompyuterdek sizning uchurlaringizni saqlaydigan, hujjatlaringizni saqlaydigan bir deb o'ylasak bo'ldi. Git degan bir buyruq, ya'ni siz yozgan buyruqlar kod orqali o'zingizning kompyuterni mushu yiroq ambarga chiqarsiz. Shunga bu ikkisiningki farqi shu. Remote repository GitHub degan sizning kodlaringizni saqlaydigan joy. Git bo'lsa, shu kodingizni shu saqlaydigan joyga yo'llash yoki shuning ustida har xil mashg'ulotlarni olib boradigan buyruqlarni Git orqali shu buyruqlarni olib boramiz. Bu yerda doim ishlatadigan Gitningki shu buyruqlari bor. Bu buyruqlar sizningki shu yerlik ambardagi uchurlarni yoki yerlik ambardagi sizningki materiallaringiz o'zgartgan narsalaringizni, izohatlaringizni shu yiroq ambardagi remote repository degan yerga yo'llaydigan buyruqlar. Bunimi bir-birlab o'rganib o'tamiz. Undan keyin Git tarmoqlari deydigan bir uqum bor. Branches deydi inglizcha. Bu Git tarmoqlari degan nima degan vaqtida bu yerda siz Gitni yo'llagan vaqtida yoki remote Gitni qurgan vaqtida yoki Gitni shu yiroq ambarga yo'llagan vaqtida faqat master deydigan tarmoq va siz hamda bu yerda sizningki tor betingizda masalan har xil tur tarmoqlari bo'lishi mumkin. Masalan, develop deydi, taraqqiy qildirgan yoki har xil uchurlar, featurelar degandek narsalar bo'ldi. Buni hamda masterda qilish sal xatarlik. Masalan, bir narsani xato qilib qolgan bo'lsak yoki bir kod juyilib ketib qolgan bo'lsa, buni keyin qaytarish avarchilik. Shuningga biz hamda shu kodimizni radlik, chiroyli, bexatar qilish uchun Git tarmoqlari degan, ya'ni Git branches deganni shuni ishlatamiz. Bunimi shu amaliy mashg'ulot darsimizda bir-birlab o'rganib o'tamiz. Daim ishlatadigan shu Git tarmoqlariningki Git tarmoqlarida daim ishlatadigan buyruqlar tuvandagidek shu buyruqlarni ishlatish orqali biz shu Git tarmoqlarini quradigan, bir tarmoqdan boshqa tarmoqqa, ya'ni bir branchdan yana bir branchga yo'tkiladigan, ikki branchni birlashtiradigan ishlarni shu buyruqlar orqali amalga oshiramiz. Gitni oldingi dars so'zlaganda
Git haqsiz va ochiq kodliq tarqatilgan nashrni kontrol qilish sistemasi deb o'rgangandik. Ya'ni bizniki qilayotgan ishimizni, yozgan kodimizni hammasini bir-birlab xotirlab mangdigan ochiq kodliq kontrol qilish sistemasi. Hozir tor dunyosida faqat Gitlam emas, boshqa har xil nashr kontrol sistemalar bo'lib, buning ichida eng ko'p qo'llanilgani Git. Shuning uchun biz bu darsimizda Gitni o'rganib o'tamiz. Gitninki hujjat aqimi, hujjat xizmat aqimini oldingi darsda o'rganib o'tgandik. Ya'ni bu yerda remote va local deb ikki xil repository bo'ldi, ya'ni ambar bo'ldi. Remote deganda yiroq ambarda ma'lum bir torbetga yoki ma'lum bir bulutga saqlangan bo'ldi. Biz shu ambarni tushirish orqali ishlatalaymiz. Ya'ni bu yiroq ambar deb hisoblanadi, remote repository. Endi local deganda shu kompyuterdagi ambarlarni biz local repository, ya'ni yerlik ambar deymiz. Endi biz kodni yiroqdagi ambarni kompyuterga tushagan vaqtida bu local repository bo'ldi. Endi biz har bir yozgan kodimizni yoki yozayotgan kodimiz bizningki ishlash rayonida bo'ldi, ya'ni working directory'da. Endi biz bu kodni yozib bo'lgandan keyin buni saqlagan bo'lsak, qo'shgan bo'lsak, ya'ni git add degan buyruqni yozgan vaqtida bu staging areaga saqlanadi, ma'lum bir yerga saqlanadi. Bu texi yerlik ambarga yo'tkalmagan bo'ldi. Biz shu kodimizni staging areaga qo'shgan kodni buningga biz commit, ya'ni yoki tushuntirish yozib qilgan vaqtida yozib qilib bo'lgandan keyin bu yerlik ambarga yo'tkildi. Ya'ni local repository'ga yo'tkildi. Bu Gitninki hujjat xizmat aqimi shunday bo'ldi. Doim ishlatilgan Git buyruqlarda git init ambarni qurishniki ikki xil usul bor. Birisi yiroqdagi ambarni kompyuterga tushirish, yana birisi o'zimizning kompyuterda yerlik ambar qurish, ya'ni local repository qurish. Buni qurish uchun biz git init degan buyruqni ishlatamiz. Biz har bir qilayotgan ishimizni ko'rish uchun yoki qilib bo'lgandan keyin ko'rish uchun git status deganni bosish orqali qandaq mashg'ulotlarni qilganligimiz, nimalarni qilganligimizni ko'ra olamiz. Undan keyin git add hujjat ismini bosgan vaqtimizda biz working directory, ya'ni ishlayotgan rayonimizdan staging areaga qo'sha olamiz. Bu faqatlam bir hujjatni qo'shish uchun git add hujjat ismini qo'shamiz. Agar butun working directory'dagi butun hujjatlarni qo'shmoqchi bo'lsak, git add checkni bosish orqali buni staging areaga qo'sha olamiz. Endi git commit siziq m, andan keyin biz shuningga bergan commit, ya'ni bani qo'sh tirnoqning ichiga olamiz. Bu vaqtida bu bizningki staging areadan local repository'ga o'tkazilgan bo'ldi. Biz cho'qim buni local repository'ga qo'shishimiz kerak. Qo'shish uchun cho'qim git commit siziq m ondan keyin shuning bergan inkas bani siziqninki qo'sh tirnoqning ichiga elishimiz kerak. Agar biz o'xshash bir hujjatda ishlayotgan bo'lsak va o'xshash bir hujjatga yangidan bir baho qo'shmoqchi bo'lsak, git commit siziq m siziq a siziq m ondan keyin message, ya'ni uchur taklif shu bahoni shu yerga yoza olamiz. Qo'sh tirnoqning ichiga yozsak bo'ldi. Endi biz ma'lum bir bahoni o'zgartmoqchi bo'lsak, yangidan bir commit, ya'ni baho yozmay, uning burunqi bahoni o'zgartmoqchi bo'lsak, ya'ni oldin qatim yozgan bahoni commitni o'zgartmoqchi bo'lsak, git commit ikki siziq amend bo'shliq siziq m ondan keyin yangi yozmoqchi bo'lgan bahoni yozib o'tsak bo'ldi. Bu bizningki bugungi darsimizda o'rganib o'tirgan buyruqlar. Bu buyruqlarni ishlatish uchun biz avval kompyuterga gitni tushirishimiz kerak.
Undaqda avval biz kompüterga Getni tushiraylik. Getni tushirish uchun avval biz Google'dan Getni tushiradigan tor betga kiramiz. İzleyiş rayoniga Getni tushirish, Get download deganni bosdik. Bosgandan keyin Getninki organ tor betiga kiramiz. Kirgandan keyin siz qaysi kompüterga tushirmoqchi bo'lsangiz, shuni bossangiz bo'ldi. Masalan, Apple uchun Mac OS, Windows uchun Windows, Linux, Unix'larga Linux yoki Unix'ni bossangiz bo'ldi. Bizningki hozirgi ishlatayotgan kompüterimiz Windows kompüter bo'lganligi uchun biz Windowsni bosamiz. Windowsni bosgandan keyin biz hozir ko'rganinglardek Get tushdi. Biz endi bu Getni ya'ni 5 orqali ijro qilamiz. Qarasak bunda bir ko'znak chiqdi. Bu yerdan ijro qilishni bosdik. Qaraydigan bo'lsak, qachlash hujjati ochildi. Bu yerdan keyin qadamni bosdik. Qayerga qachlaydiganligini bizdan so'rdi. Shu o'z beti qachlansin. Keyin qadamni bosdik. Keyinkini bosdik. Next. Keyin qadamni bosdik. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, bir qancha xil usullar bor. Siz bu yerdan mushu tavsiya qilgan tanlashni tanlab, keyinkisini bossangiz bo'ldi. Bu yerdan yana keyinkini besib, hamsi keyin qadamni bosdim. Bu yerdan Windows Default Console Window deganni bosdim. Bosgandan keyin install deganni bossam qachlandi. Ko'rganinglardek, hozir mushu Getni qachlab bo'ldi. Bu yerdan biz launch Get Bench deganni tanlab qilib qo'ysak bo'ldi. Mana hozir bizga Get qachlanib bo'ldi. Endi Getninki tushgan tushmaganligini bilish uchun Getninki nashrni tekshiramiz. Nashrni tekshirish uchun Get bo'shliq 2 tal siziq version nashr deganni bossak, qaraydigan bo'lsak, bizga Get version Getninki nashrni chiqdi. Biz bu yerdanmi tekshira olamiz yoki buni Windows'ninki terminal ya'ni PowerShell'danmi tekshira olamiz. Bu yerdan boshlash knopkasini besib PowerShell'ni bossak, bizga PowerShell ochildi. PowerShell ochilgandan keyin biz Get siziq version deganni bossak, mana Get version 2.26.2 Windows 1 deb chiqdi. Bu demak bizningki Getni muvaffaqiyatli holda qachilganligimizni ko'rsatib berdi. Biz hozir Getni qachlab bo'ldik. Endi biz bayon deb o'tgandek Getni ishlatishninki 2 xil usuli bor. Birisi bo'lsa jiroqdagi ambarni tushirib shuning ustida ishlash, yana birisi mushu yerlikka mushu Getni ijro qilib yerlikda ishlab uni jiroq ambarga qo'shish. Biz avval bir tal hujjat qisqish quraylik. Getda bir hujjat qisqish qurdim. Hujjat qisqish qurgandan keyin men buning ichiga bir tal hujjatdan birini quray. Bu yerga masalan index deb yozdim. Index HTML deb bir hujjatdan birini qurdim. Buni qurgan sizlar o'zinglarniki akval karta qursanglar bo'ldi. Men buni hozir Notepadda ochay. Notepadda ochgandan keyin men bu yerga qolgan bir xatni yozdim. Xatni yozib qilgandan keyin buni saqlay. Hozir bu Getni saqlab bo'ldik. Bu hujjat saqlanib bo'ldi. Endi biz mushu hujjat ustida o'zimizniki mashqini elib boramiz. Buni qilish uchun avval biz mushu hujjat qisqish poyaga boramiz. Bu yerdan CD, bu yerdan desktopga boramiz. Hozir biz desktopda
Dəstək topdan biz get degan hüccət qısqışpaya kirimiz cd get. Bu yerga kirdik. ls list degani bassaq biz hozirgi shu index.html degan qurgan hüccətimizni ko'rdik. Endi biz mishaga getni birinchi qatim quramiz. Qurish uchun get init deganni bassaq tunji qatim initialized empty git repository deb chiqdi. Shu git amberni bizga qurib berdi. Endi biz shu hozir yozgan xetimizni shu staging areaga qo'shaylik. Buni qo'shish uchun biz get add index.html deganni basdik. Basgandan keyin bu staging areaga qo'shildi. Buni get stats orqali qaraydigan bo'lsak, bizga yangi bir hujjatninki qo'shilganligini ko'rsatib berdi. Endi biz bu hujjatni ochaylik. Qaytadan ochib, hujjatninki ostiga yangidan bir xat yozaylik. Men bu xatni yozib bo'ldim. Xatni yozib bo'lgandan keyin mau getni ochib, endi nima ish bo'lganligini bir ko'raylik. Git stats, ya'ni bizningki shu hozirgi working directory degan yerdagi bo'layotgan ishlarni biz ko'rsatib berdi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, yangi bir hujjatninki, yangi bir qurninki o'zgarishiningki qo'shilganligi, ya'ni bu index.html degan hujjatga yangi bir o'zgarishiningki qo'shilganligini bizga ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, modified index.html deb chiqdi. Biz buni endi nega qo'shimiz? Staging area qo'shimiz. Get add index.html qilsak, hozir qo'shilib bo'ldi. Buni git stats orqali qaraydigan bo'lsak, qizil xat yo'qoldi. Endi biz buningga bir so'z yozaylik, ya'ni commit yozaylik. Git commit m first git deb yozdik. Yozib bo'lgandan keyin buni bassak staging areaga dan local repositoryga qo'shganligi chiqdi. Buni ko'rish uchun git stats degani bassak, git statusninki orqali staging areada nima ish bo'layotganligini ko'rdik. Bu yerda deydiki, avval siz shu nimninki gitga o'zingizniki uchurlarni kirgizing deb shunda deydi. Avval biz mau buyruqni ko'chirib, eklib, miyaga chaplaylik. Chaplagandan keyin miyaga ilxat adresimizni yozamiz. uyg'urit@gmail.com Yozib bo'lgandan keyin ikkinchilab bu yerga mau buyruqni ko'chirib eklamiz. Buyruqni Ctrl+C ni bosib, pis bo'lgandan keyin Ctrl+V ni bassak, bu yerga chiqdi. Endi bu yerga biz ismni yozamiz. Uyg'ur IT deb yozdik. Yozgandan keyin hozir biz shu o'zimizninki uchurlarini kirgizib bo'ldik. Endi biz kirgizib bo'lgandan keyin bayamki kodimizni qaytadan ijro qilaylik. Shu buyruqni yozdim. Git commit degan ba so'zi yozatdi. Anandan keyin siziq m uning ichiga mau ikki siziqning ikki tirnoqning ichiga first git deb yozdim. Bo'lgandan keyin enterni bosdim. Enterni bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizga yangi bir
commit nomerliq ve ba sözününki qo'shilganligini yoki buningki qurilganligini biz ko'rsatdik. Biz endi git stats qaraydigan bo'lsak, bizningki hozirgi working directory, ya'ni ishlayotgan rayonimiz quruq pakiz bo'ldi. Burun hech qanday bunda pakiz degan bir narsa chiqmagandi. Biz endi nima ish qilaylik? Mushuningga hozirgi o'chitimizga yangidan bir qurdim birini qo'shaylik. Qo'shib bo'lgandan keyin buni saqlab git status deganni bassak, bu yerda dediki, siz mushu o'chitingizga bir o'zgartish kirgizibsiz deb shunda dedi. Qaraydigan bo'lsak, working directory. Biz endi buni cho'qim nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Qo'shish uchun git add bayam mushu hujjat ismini basqandiq. Endi biz git add chekitni besish orqali butun hujjat mushu gitdagi mushu local repository yoki working directory'ga butun hamma narsani qo'shsin deganini ifodalash uchun chekitni bosdik. Hammasi qo'shildi. Git stats deganni bassak, mana bizningki staging areada mushu hujjatimiz bor bo'ldi. Endi buningga bir ba so'zi commit yozaylik. Biz o'xshash bir hujjatda ishlaganligimiz uchun biz git a, git m, ondan keyin mavu buyruqni berib ishlasak bo'ldi. Git commit siziq a, siziq m, ikkinchi baho deb qarasak, mana bir hujjatda o'zgarish bo'ldi deydi. ikki narsa qo'shildi, birisi o'chirildi deydi. Endi git stats deganni bassak, bizga bizning shu ishlayotgan rayonimizningki pakizlanganligini bizga ko'rsatib berdi. Biz bu terminalni pakizlaylik. Hozir biz shu git init, git stats, git add hujjat ismi, git add chekit, git commit, ondan keyin ba so'zi, git commit ba so'zi deganlarni ko'rsatib o'tdik. Endi eng oxirgi kodimiz oldingi bergan commitni ga yangi bir ism qo'shish. Qaraydigan bo'lsak, git commit hemen ism yazım o'zgartirilgan ism deb yozdik. Yozgandan keyin bosdik. Qarasak bizga xatolik berdi. Bu xatolik nima deganda, kodni biz xato yozganligimiz uchun bo'lindi. Ya'ni git commit siziq amend, undan keyin siziq m bo'lish kerak. Shuna biz buni o'zgartib git siziq amend siziq m o'zgartirilgan ism deganni bosdik. Bosgandan keyin qarasak, bizga mana o'zgartirilgan ism deb chiqarib berdi. Biz git stats degan orqali qarasak, bizningki hozir ishlayotgan yerimiz pakiz bo'ldi. Endi biz git log deganga qarasak, log degan shu butun qilayotgan ishni biz xotirasini biz ko'rsatib berdi. Git log deganni bassak, bizga butun narsalarni ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki oxirgi bergan inkosimiz o'zgartirilgan ism bo'ldi. Uning oldida buningga boshqa bir ism bergan edik, ammo biz bergan ismimizni oxirgi
degan barimizni get comment sızıq əmən sızıq əm o'zgartirilgan ism orqali buni o'zgartib chiqdik. Hujjat qurish uchun men hozir mau Visual Studio Code degan appni ishlataman. Sizlar Notepad++ yoki Sublime, Visual Studio Code degandek korallar orqali mashg'ulot qilsangiz bo'ldi. Men avval hujjatdan birini quray. Bu yerga bir tal text hujjati quray. Mana hello.txt deb bir tal text hujjati qurdim. Endi bizda hozir text hujjati tayyor bor. Endi biz nima ish qilamiz degan vaqtida avval mushu hujjat naning ichida deganda desktop deganning ichiga men hello.txt deb qurdim. Mishaga biz eng avval qilgan ishimiz mushu gitni qurayli, git init degan buyruq orqali gitni initialize ya'ni gitni qurayli. Avval biz mushu desktopga boramiz. Bu yerda biz shell buyruqlarni ishlatamiz. Agar siz shell buyruqlarini ishlatishni bilmasangiz, bizningki YouTube kanalida dastlabki shell buyruqlari darsimizni ko'rib o'tishingizni tavsiya qilaman. Avval men mushu cd desktopning ichidagi desktopga boraman. Hozir qarsa hello.txt degan hujjat ko'rildi. Endi men bu yerga gitni quraman. Git init. Qaraydigan bo'lsak, git qurildi. Initialized empty git repository deb shunday chiqdi. Endi biz git init deganni oldingi darsda o'rgangandik. Git status orqali biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda .store deb mushu Mac'ninki o'zininki avtomatik asıl bo'ladigan hujjati, anan bizningki qurgan hello.txt deydigan hujjatimiz bor ekan. Endi biz mushu hello.txt deganning ichiga bir xat yozaylik. Men hozir xatni yozdim. Xatni yozib saqladim. Saqlagandan keyin git status deganga qaraydigan bo'lsak, yana mushu bizningki hujjatninki da o'zgarishning bo'lganligi, buningki texi staging areada emasligini, ya'ni working directory bizning mushu mashg'ulot rayonimizda ekanligini, buning staging areada emasligini bizga ko'rsatdi. Biz buni staging areaga qo'shish uchun git add anandan keyin mushu hujjat ismini yozdik. hello.txt. hello.txt deganni bosgandan keyin bu qo'shildi. Git status deganni bossam, mana yangi bir hujjat qo'shildi deydi. Bu endi buni biz mushu local repository deganga qo'shishimiz kerak. Buni qo'shish uchun staging areadan local repository qo'shish uchun git commit m yangi core qo'shildi. Bu git commit siziq m anankin uchur mau uchur hamda bizningki nima ish qilganligimizni tushuntiradigan uchur. Biz bu uchurni yozgandan keyin bu mushu staging areadan local repository ya'ni yerlik ambarga saqlandi. Bassak yangi bir hujjatda o'zgarish bo'ldi, yangi bir qo'shildi deydi. Biz git status deganga qaraydigan bo'lsak, hozir endi bizda nima deydi desa, mau .ds_store deganmi qo'shilmadi deb bizga xatolik chiqarib berdi. Cho'qim biz hozir mushu working directory'dagi hamma hujjatlarni cho'qim mushu nimga qo'shishimiz kerak, local repository'ga. Buni qo'shish uchun biz oldingi darsimizda butun hujjatlarni qo'shish uchun git add bo'shliq chekit deganni qilgan vaqtida
local repository yani working directory'daki bütün özgürlüklerini staging areaga qo'shilgan deb o'rgangandik. Git add m'ni qo'shdik. Git m'ni qo'shib qilgandan keyin git commit m yangi qo'shildi deb yozdik. Yazgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bizga shu yangi bir hujjatninki qo'shilganligini dedi. Biz bayam hello.txt deganni qo'shgandik, ammo .ds store deganni qo'shmagan. Shuning uchun bizga xatolik berdi. Biz hamda bu git add bütün hammasini deb kirgizgandan keyin bizninki hamma hujjatimiz qo'shildi. Git status deb qaraydigan bo'lsak, bizninki working directory'ninki, ya'ni ishlayotgan rayonimizninki pakkiz ekanligini, hech qanday o'zgarishning yo'qligini bizga ko'rsatdi. Endi biz clear qilib bu ekranni bir tozalab o'taylik. Endi biz mushu hujjatga bir narsa yozmay, yangidan bir hujjatdan birini quraylik. hello1.txt deb qurdim. Qurib ikkinchi hujjatni qurdim deb yozdim. Yazib Ctrl S yoki Mac'da Command S deganni besib buni saqladim. Saqlagandan keyin git status degan qaraydigan bo'lsak, git statusda mushu hello1.txt deb bir hujjatninki qurilganligini bizga aytdi. Endi biz mushu hello1.txt deganni staging areaga qo'shimiz. Buni qo'shish uchun git add hello1.txt deb bosdik. Bosgandan keyin buni staging areaga qo'shildi. Git status orqali tekshiradigan bo'lsak, yangi hujjat hello1.txt degan hujjatninki qo'shilganligini aytdi. Biz buni local repository qo'shaylik. Git commit bo'shliq siziq m anandan keyin hello1.txt hujjati qo'shildi deb yozdim. Yazsam bir hujjat o'zgarish bo'ldi. Yangi bir qo'shildi deb shunda debdi. Endi biz git status orqali tekshiradigan bo'lsak, yanada bizningki hujjatimiz mushu mashg'ulot rayonimizningki working directory deganiki pakkiz ekanligi, hech qanday hujjatninki yo'qligini, hamma narsaningki local repositoryga yo'linib bo'lganligini ko'rdik. Ekranni tozalaylik. Hozir endi mushu nimninki hujjatni bir tekshirsak, git status orqali hech qanday narsa yo'q ekan. Endi biz bu yerga ikkinchi qurg'a bir narsa yozaylik. İkinci qur qo'shildi deb yozdim. Yozgandan keyin Ctrl S ni besib saqladim. Saqlab bu yerda biz git diff deydigan bir narsa bor. Bu git diff degan mushu local mushu working directory'da nima yangiliklarniki, qaysi qurlarniki nimalarning qo'shilganligini bizga ko'rsatib berdi. Buni hello1.txt deb bossak, bu yerda ikkinchi hujjatni qurdim deb borgan. Bu yerga ikkinchi qur qo'shildi degan hujjat bu yerga qo'shilibdi. Endi biz buni git add hello1.txt deb bosdik. Biz buni staging area degan yerga qo'shdik. Qo'shib bo'lgandan keyin git commit m qilib ikkinchi qur qo'shildi deb buni local repositoryga qo'shib etdik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikki narsa qo'shildi, birisi o'chirildi deydi. Endi git clear qilib, ya'ni clear qilib bu ekranni tozalaylik. hello.txt deganni o'chiraylik. Bu endi o'chirilgan vaqtida git rm
Uningdan keyindan hujjat ismi, ya'ni hello.txt. Bu hamda git rm hello.txt degan nima ish qildi degan vaqtida bu mushu hujjatni, mushu hello.txt degan hujjatni mushu working directory, ya'ni bizning mashg'ulot rayonimizdan va local repository, ya'ni yerlik ambar degan yerdinmi tang o'chirib etadi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu hujjat hozir yo'qoldi. Mana qaraydigan bo'lsak, deleted, ya'ni o'chirildi deydi. Biz ls deb yozadigan bo'lsak, hozir hello1.txt degan lam hujjatimiz qolib qoldi. hello.txt degan hujjat o'chirilib ketdi. Bu git remove degan, git rm degan mushu hujjatni ham mashg'ulot rayonidan ham yerlik ambardan biraqlam o'chirib etadi. Git status deb qaraydigan bo'lsak, mana yangi bir hujjat o'chirib etildi. Endi biz buni o'chirib etilgandan keyin cho'qim buni nima qilishimiz kerak? Buni mushu staging areaga qo'shishimiz kerak. Qo'shdik, git commit, yangidan bir nimni commit, ya'ni bani berishimiz kerak. Nima qilganligimiz txt o'chirildi deb berdik. Bergandan keyin hozir bizningki git stats deydigan qaraydigan bo'lsak, bizning shu mashg'ulot rayonimiz hozir pokizlandi. Hech qanday bir o'zgartirilgan hujjat qolmadi. Hammasi yerlik ambarga berib bo'ldi. Endi biz shu hujjatni hozir bizda qaysi hujjatlar bor ekan deganda hello1.txt degan bor ekan. Biz yangidan bir hujjat quraylik. Yangidan bir hujjatdan birini qurib, bu yerga hello2.txt deb bir hujjatni qurdik. Bu yerga hello2 hujjatini qurdim deb yozaylik. Yozib git status deb qaraydigan bo'lsak, hello2.txt degan hujjat qurildi deydi. Endi biz buni nima qilishimiz kerak? Cho'qim buni staging areaga va u yerdan local, ya'ni yerlik ambarga yo'llashimiz kerak. Buni git add hello2.txt deb buni staging areaga yo'lladik. Bu yerdan git commit m qilib hello2.txt degan hujjatni local repository, ya'ni yerlik ambarga qo'shdik. Qaraydigan bo'lsak, yangi bir hujjat o'zgarishi yuz berdi. Yangi bir qo'shildi deydi. Endi biz buni tozalab qildik. Qaraydigan bo'lsak, yangi bir hujjat, ya'ni qurilib bu yerlik ambarga berib bo'ldi. Endi biz mushu hello1.txt deganni yerlik ambardan o'chirib etaylik, ammo mushu nimda mashg'ulot rayonimizda qolib qolsin deyish uchun qanday qilishimiz kerak? Ya'ni ba'zi vaqtlarda biz shu hujjatlarni yerlik ambardan o'chirib etilgan, ammo mashg'ulot rayonida qolib qolgan bir ishlar bor. Buni qanday qilamiz degan vaqtida bu yerda git rm, ya'ni o'xshash buyruq. Bu buyruqning keyindan ikki tal siziq keçit, uningdan keyin mushu hello1.txt degan hujjat ismini, qaysi hujjatni bosmoqchi bo'lsak, shu hujjatni qilamiz. ismini yozamiz. Bu endi bizning mushu hello1.txt degan hujjatimizni yerlik ambardan o'chirib etadi. Ammo bu bizningki mushu nimda mashg'ulot rayonimizda qolib qoldi. Qaraydigan bo'lsak, bu buyruqni men xato yozibdiman. Git
remove space geçit geçit hello.txt qaraydigan bo'lsak, hozir bizningki mushu o'jitimiz o'chirildi. Bu yerlik ambardan o'chirildi. Qaraydigan bo'lsak, mana hozir hello.txt degan o'jat tahi local mushu yerlik ambarga berilmadi. Hech qanday buni commit qilmading. Buni yo'llamading deb bizga deydi. Nimishqa biz yo'lni bo'lgan mushu hello.txt deganni biz yerlik ambardan o'chirib bu tehici bizningki yer meşgulat rayonumuzda working directory degan yerda bor, ammo bu yerlik ambarda yo'q. Chunki yerlik ambardan biz git rm boşluq keçit boşluq mushu hello.txt orqali buni yerlik ambardan o'chirib etdik. Endi buni biz qaytadan yerlik ambarga qo'shaylik. Git add hello.txt qildik. Git add git commit hello.txt qaytadan qo'shildi deb yozib buni hozir mushu local yerlik ambarga qo'shdik. Start qaraydigan bo'lsak, bizningki mushu rayonimiz hozir pakiz bo'ldi. Burun qilgan ishlarimizni nimish qilganligimizni ko'raylik. Buni qilish uchun git log deydigan bir narsa bor. Log hamda har bir qilgan ishingizni bir-birlab xotirlab maqdi. Mushu git log orqali xotirlangan ishlarni biz ko'ralaymiz. Git boshliq log deganni qaraydigan bo'lsak, bizningki butun mushu qilgan ishimiz mishaga chiqdi. Qaraydigan bo'lsak, eng yangisi mau headmaster degan bizga eng yangi ne ko'rsatib berdi. Ya'ni eng oxirgi commit, ya'ni inkasni ko'rsatib berdi. Bu yerda commit, bu yerda qaraydigan bo'lsak, mushu inkasninki id'si, buningki address, kim qilinganligi, buning email adresi, vaqti, anandan keyin uchuri, ya'ni commit uchuri, inkas uchuri bor ekan. Qaraydigan bo'lsak, hamma narsa bu yerda bor ekan. Butun hamma mana tuvanga qaraydigan bo'lsak, hammasi bu yerdan chiqdi-da. Endi biz bu nimdan chiqib biz bu yerdan chiqib ekronni bir tozlaylik. Biz endi bayam mushu butun qilgan ishlarning xotirasini ko'rdik. O xotirada qaraydigan bo'lsak, beklam qalaymagan uchurlar, bek tushuniksiz, bekchaq uchurlar bor ekanda. Mushu uchurlarni qanday qilib biz biz o'qiy oladigan oddiy shaklga keltiramiz degan vaqtida bu yerda git log boshliq ikki tal siziq one line deb bir buyruq bor. Bu shu bayam ko'rilgan bir muncha rassiz uchurlarni bizga o'qiladigan qisqa shaklda ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, butun mushu biz bergan qilgan uchurlarning hammasi chiqdi. Mana eng yangisi, onundan keyingisi bütün hamma ishlarni bizga qisqartib bayam commit id deganni bek uzun ko'rgan. Hozir biz qisqartib lam chiqarib berdi. Uchur commit id'si bilan uchurni lam chiqarib berdi. Bu hamda git log boshliq ikki tal siziq one line degan mushu qilgan xotirni bizga o'lchamli qisqa qilib chiqarib berdi. Bu mushu git log boshliq ikki tal siziq one line degandan keyin ishlatish usuli. Endi biz bu ekronni bir tozlaylik. Endi biz hozir mushu butun qilgan ishlarni bir ko'raylik. One line. Mana qaraydigan bo'lsak, mushu biz qilgan hamma ishlarda endi biz mushuning ichidagi ma'lum bir narsani biz qilmayman. Endi bu ne men qilmasam bo'pti-ki, asli buni o'chirib etsam bo'ladi
degan vaqtida qanday qilamiz degan vaqtida shu ahvolda qanday qilamiz degan vaqtida masalan biz mavu eng yangisida yangi qur qo'shibdik ekan bu yerda Hello 2ga yangi qur qo'shibdik ekan bu endi biz voy bu men qilmaydim qanday qilman buni o'chirib etay degan vaqtda bu hozir nemga berib bo'ldida yerlik ambarga buni endi qanday qilib o'chiramiz degan vaqtida git revert deydigan bir buyruq bor git revert ya'ni bu shu siz qilgan ma'lum bir commit'ki shu commit'ki ishning hammasini ya'ni o'chirib etadi ya'ni qilmagan holatga keldi-da biz buni qaraydigan qilish uchun bu buyruqni control C orqali ko'chirib menga keldik anandan keyin buni bostirgan bo'lsak bizningki mushu qilgan ishimiz yo'qolib ketadi hamsa bosdim bostirgan bo'lsam mana qur o'chirilib ketdi bu yerga yozib qo'yaylikda bu quduq belgisi ikkinchi qur o'chirildi deb yozdik yozib bo'lgandan keyin bu yerga x siziq mani besib qilsak bu hozir o'chirilib chiqib ketdi git stats deydigan qaraydigan bo'lsak mana modified ya'ni yangi qurda yangi mavu hello2.txt da o'zgarish bo'ldi deydi buni git add hello2.txt qildim git commit ikkinchi qurni o'chirdim deb bosdim besib git stats deb qaraydigan bo'lsak bizningki rayonimiz Pokiston qaraydigan bo'lsak git log one line degan qaraydigan bo'lsak mana ikkinchi qurni o'chirib etdim eng yangi qilgan ishimiz ikkinchi qurni o'chirib etish bo'pti buningga yangidan bir shu commit id berdi endi bu git revert deganda sizningki qilgan shu bergan commit id'dagi qilgan ishingizni o'chirib etadi o'chirib etib sizga yangidan bir commit id'dan birini sizga hosil qilib berdi bu shu git revert degandanki ishlatish o'rni endi biz ma'lum bir ishni qildik u ishni qilib bo'lib shu ishga endi men bu ishni qilmaydim bir aqlam o'chirib etay bu ishni hech qanday qaytirish bo'lmasin yangi manga bir commit id'mi hosil qilib bermasin bu endi men o'chirib etib ketdi bu ishni yondirib olmayman degan vaqtida buningga ayrim bir buyruq bor bu buyruq bak xatarlik endi siz bu buyruqni ishlatgan vaqtingizda mashg'ulotni qilsiz u qilgan mashg'ulot endi hargiz qaytib kelmaydi ammo git revertda siz qaytirib aklalaysiz endi biz shu buyruqlarimizni qaytadan qilgan ishlarimizni qaytadan chiqaraylik log one line qaraydigan bo'lsak ikkinchi qurni o'chirib etdik bo'ldi endi biz shu bayam qilgan hamma ishlarni qilmay shu yangi petiga kelaylik degan vaqtida git reset hard reset bo'shliq hard andan keyin buyruqninki shu commit id'sini olamiz masalan mavu nanga ekelmoqchi bo'lsak buni bosaman buni bosgan vaqtida miyadagi mavu hamma narsa o'chib ketadi o'chib ketib bizga yangi peti mushu yangi qur qo'shildi deganlar chiqadida biz endi buni qilib bo'lgandan keyin buni keyniga yondira olmaymiz shuningga bu buyruqni ishlatgan vaqtida alayda diqqat qilishingizni tavsiya qilaman bosdim qaraydigan bo'lsak butun hamma narsa o'chirildi mana
hello2.txt öçürüldü, hello1.txt öçürüldü. Faqatlam muşu yangi qurdaki salam dostlar, qanda ahvolinglar deganlam qoldi. Endi biz get log one line deb qaraydigan bo'lsak, mana eng yangisi muşu bayan biz belgini eng yangisi bo'lib qoldi. Onundan keyingi hammasi yo'qolib ketdi. Biz onu asli keltirolmaymiz. Bu muşu reset deganninki qildigan ishi. Buni qilgan chog'da alayda diqqat qilib ishlatishinglarni mumkin qilmay. Endi bu yerga yangi qur qo'shildi deganda biz ismini o'zgartib aqli oldingi darsimizda biz o'zgartgandik. Get commit amend onundan keyin hard reset qildim deb o'zgartib qo'yaylik. Keyin nima ish qilganligimizni bilib olamiz. Qaraydigan bo'lsak, buningki hujjat ismi o'zgardi. Get stats. Qaraydigan bo'lsak, hamma package mashg'ulot o'rni tozildi. Get log one line deb qaraydigan bo'lsak, mana ismini hard reset qildim. Bayamqi get amend deganninki, get comment amend deganninki ishiltish o'rni mushu eng oxirgi eng yangi yoki eng oxirgi commitninki ismini o'zgartisiz. Bu shuni o'zgartishda ishlandi. Endi biz bugun nima o'rganganligimizga bir qarab o'taylik. O'rganganlarim deb qaraydigan bo'lsak, bugun biz nima o'rgandik deganda get initni o'rgandik. Get init degan mushu yangi bir turni boshlagan chog'da getni yangidan qurish, shu turga yangidan qurish uchun ishlatildi. Uni qilib bo'lgandan keyin get status degan sizningki har bir qilgan ishingizni sizga ko'rsatib beradigan, ahvolni sizga ko'rsatib beradigan narsa buyruq. Get add hujjat ismida sizningki mushu qilgan hujjat ismdagini siz staging area degan yerga qo'shasiz. Agar butun hamma qilayotgan working directory, ya'ni mashg'ulot rayonidagi butun hamma hujjatlaringizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, get add qilib buni qo'shasiz. Undan keyin qo'shib bo'lgandan keyin buni yerlik ambarga yo'llash uchun get commit qilgan ishlarim deb uchurini berdim. Endi buni berdik. Agar mushu o'xshash hujjatda biz davomli o'zgartish olib berib, buni yana qo'shmoqchi bo'lsak, yangidan get commit qilmaylam, get commit qilsak, qayta qilgan ishlarim bu qisqartiblam. Bu buyruqda get add bilan get commitni birlashtiriblam bu shaklda yazsaq bo'ldi. Bu faqat o'xshash bir hujjatga qilingan ishlarda mushu buyruqni ishlatamiz. Buni qilib bo'lgandan keyin biz get def hujjat ismini qildik. Bu buyruq nima ish qildi degan vaqtida bu buyruqda biz mushu hujjat mushu rayonimizdagi, ya'ni mashg'ulot rayonimizdagi qilayotgan ishlarni o'zgarishlarni bizga ko'rsatib berdi. Bu get def hujjat isminingki ishlatish o'rni. Ya'ni ma'lum bir hujjatni o'chirib etmoqchi bo'lsak, hujjat ismi buningda bizningki mashg'ulot rayonimiz, ya'ni working directory va yerlik ambar, ya'ni local repository'dan biraqlam o'chirib.
Buni yerlik ambardan o'chirib etmoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda git rm bo'shliq gadget undan keyin hujjat ismini bassak bu bizning shu hujjatni yerlik ambardan o'chirib o'tadi, ammo mashg'ulot rayonimizda qolib qoldi. Biz git ls files deganni ko'rdik. Bu mushu hujjat yerlik ambardagi bütün hujjatlarni sizga ko'rsatib berdi. Ondan keyin biz git log dedik. Git logda bütün qilgan ishlaringizning xotirasini sizga ko'rsatib berdi. Bu git log one line'da mushu xotirani qisqartib sizga commit, ya'ni bar adresi bilan id'si bilan sizniki baringizni qisqartib bilan ko'rsatib chiqarib berdi. Ondan keyin biz git revert'dan keyin commit id'ni besib qildik. Buningda mushu commit id'dagi ishni o'chirib o'tadi, ya'ni qilmagan holatga akab berdi. Ondan keyin reset hard commit id'da bu reset hard degan vaqtida bizga mushu burun ma'lum bir commit adres id'dagi ishga qaytib boradi. Ondan keyin qilgan ishning hammasini o'chirib o'tadi. Shunga bu buyruqni ishlatgan vaqtida alayda diqqat qilishimiz kerak. Bugungi darsimizda Git'dagi tarmoqlar degan fikrni o'rganib o'tamiz va amaliy mashg'ulot ilib boramiz. Ders jarayonida tushunmagan mazmunlar bo'lsa, YouTube kanalimizdagi o'sha darsning ostidagi inkas qismiga yoki Facebook betiga inkas yozish orqali so'rasangiz bo'ldi. Undaqda darsimizni boshlab ketaylik. Git tarmoqlar deganda siz ma'lum bir ishni vaqt qilmoqchi bo'lsangiz va yoki siz ishlayotgan turda ko'plagan tarmoqlar ve yoki har xil alaydiliklar bo'lsa, masalan taraqqiy qildirish, sinash, bosh bat ve yoki shuningdek o'xshamagan ishlarni qilgan vaqtda biz master branch deydi. Ya'ni ana tarmoqda qilmay ayrim tarmoq qurib ish qilishimizga to'g'ri keldi. Bu ahvolda biz git tarmoqlarini quramiz va shu tarmoqlarda ishimizni davom qilamiz. Qurgan tarmoqlarda ishimizni tugatib bo'lgandan keyin ana tarmoqqa chiqib shaxsiy tarmoqlardagi shu qurgan tarmoqlardagi qilgan ishlarni yoki o'zgartirishlarni ana tarmoq bilan birlashtiramiz. Git tarmoqlarni ishlayotgan turimizni radlik va kod yozish unumini oshirishda nihoyat unumli rol o'ynaydi. Undaqda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali git tarmoqlari hukmini texmi yaxshi tushunib chiqaylik. Avval shu ustal yuziga men bir tal hujjat xaltasidan birini quray. Tarmoqlar branch deganni qurdim. Qurgandan keyin mushuni avval terminalda ochay. cd desktopdan keyin cd branch deb keldim. Kelib qarsam branchning ichida hech nima yo'q ekan. Undaqda men shu Visual Codes ni ochay. Bu yerdan shu qurgan branchni ichib, shuning ichida biz kodlarimizni shuning ichida yozaylik. Terminalni sal yo'g'on qilay, sizlar ko'rishinglar uchun.
Buni qilib bo'ldim. Undaqda biz hozir git mushu branches degan hujjat xaltasining ichida eng avval biz mushu hujjat xaltasining ichiga gitni qurishimiz kerak. Gitni qurish uchun git init ni bosib gitni quraman. Qaraydigansam git qurildi. Git qurilgandan keyin men mushu hujjat xaltasining ichiga yana bir hujjatdan birini quray. index1.html deb bir html hujjatidan birini quray. Qurgandan keyin men mushu hujjatninki ichiga bir narsalarni yozaman. Odatda html ninki ichiga cho'qim html mushu nimdan boshlanib htmldan boshlanib html bilan oxirlashadi. Men html ninki qoidasi bo'yicha yozmay o'zim mushu xat yozish uchun odatdagi h1 degan mushu tagni ishlatib yozay. Buning ichiga yaxshimi sizlar deb bir xatdan birini yozdim. Xatni yozib bo'lgandan keyin men git status deb bossam, qaraydigan bo'lsam git index1.html deb bor ekan. Men buni staging area qurish uchun git add chekitni bosib qurdim. Qurgandan keyin buningga commit beray, ya'ni izoh beray. Git commit boshliq anandan keyin siziq m tunji git ht deb yozdim. Yozgandan keyin buni qurdim. Qurgandan keyin git status deb qaraydigan bo'lsam, meniki mushu ishlayotgan rayonim pakiz bo'ldi. Hamma narsa qurilib bo'ldi. Endi ekronni bir tozalay. Git status deb qarasam, meniki mush ishlayotgan rayonim pakizgan. Undaqda men yana bir kodni yozay. Hamda bu yerda branch bayam so'zlab o'tgandek git tarmoqlari, ya'ni git branches degan hukmni ninki amaliy mashg'ulotini qilamiz. Bu yerda git branch deydigan buyruq bor. Bu git branch degan buyruq nima ish qildi desa, sizda bor bo'lgan mushu tarmoqlar, ya'ni branchlarni sizga ko'rsatib berdi. Qaraydigan bo'lsak, master degan branch, ya'ni tarmoq bor ekan. Siz mushu gitni qurganda master degan branch avtomatik holda qurildi. Şu an master sizda azaldan bor. Endi bu branchlarni ko'rish uchun biz hozir deganda git branch deganni besish orqali mushu qanday branch, ya'ni tarmoqlarning borligini ko'ra olamiz. Va yoki git branch boshliq siziq a. Bumi mushu git branch bilan o'xshash ishni qildi. Ya'ni sizningki mushu turingizdagi branchlarni, ya'ni tarmoqlarni sizga ko'rsatib berdi. Bu git branch va git branch boshliq a ninki, siziq a ninki qilgan ishi. Undaqda biz yangidan bir mushu tarmoq qurish uchun qanday qilamiz degan vaqtida git branch boshliq anandan keyin bu yerga mush tarmoqninki, ya'ni branchninki ismini qo'yamiz. Masalan, men copy deb qo'ydim. Copy deb qo'ygandan keyin qarsam bu muvaffaqiyatli holda qurildi. Endi git branch ni bossam, mana master va copy deb ikki branchni bizga ko'rsatib berdi. Bu git
branch andan keyin biz qurmoqchi bo'lgan shu branch ya'ni tarmoqninki ismini qo'ysak bizga yangi branch qurib berdi. Undaqda biz mushu branchga yangi qurgan branchga qandaq qilganda shuning yo'tkalimiz degan vaqtida git checkout copy. Bu yerda git checkout copy deb yozsak, bu hozirgi master branchdan yangi qurilgan copy degan branchga yo'tkildi. Bu git checkout har qanday bir branchni har qanday bir branchga yo'tkilish uchun qo'llandi. Siz faqat o'sha git checkout kayniga yo'tkalmoqchi bo'lgan branch, ya'ni tarmoqning ismini bilsangizlar bo'ldi. Bassak, mush copy degan branchga yo'tkaldi deydi. Qaraydigan bo'lsak, git branch bassak, mana yulduz belgisi copy deganning oldiga keldi. Demak, biz mushu copy degan branch, ya'ni copy degan tarmoqning ichida ekanmiz. Alistab qaraydigan bo'lsak, mana mushu index1.html degan hujjatni tang akiribdi. Endi biz mushu master branchga chiqish uchun git checkout master deb yozsak, master branchga, ya'ni master tarmoqqa ko'chib chiqdik, yo'tkilib chiqdik. Ekran bir tozalay. Endi yana bir buyruq bor. Bu buyruq qanday desa, git checkout boshliq siziq b andan keyin copy 1, ya'ni yangi tarmoqning ismi. Bu qanday bo'ldi degan vaqtida sizninki mushu branchingizdan turib yangi bir branchni qurdi, ya'ni yangi bir tarmoq, ya'ni copy 1 degan tarmoqni qurib, mushningga avtomatik holda mushningga yo'tkildi. Ya'ni biz git checkout copy 1 deyishimizga hojat qolmaydi, biroqla mushu copy 1 deganni qurib, shuningga yo'tkildi. Ijro qilib baqili. Qaraydigan bo'lsak, mana copy 1 deganga yo'tkaldi deydi. Git branch. Qaraydigan bo'lsak, biz copy 1 deganmiz. Alistab bossak, index1.html degan hujjatmi bor ekan. Endi biz masterga chiqaylik. Git checkout master. Qaraydigan bo'lsak, master branchga yo'tkilib chiqdik. Bu yerda yana bir yangidan bir buyruqdan birini o'rganib o'taylik. Bu buyruq nemish qildi degan vaqtida bu buyruq git, normalda biz git checkout andan keyin branchninki ismini yozib qiladik, shundami? Git copy 1 qilsak, copy 1ga yo'tkiladik. Masalan, git branch deb qarasak, copy 1ga yo'tkaldik. Endi biz bu yerda git branchning o'rniga boshqa bir buyruq o'rganamiz. Bu buyruq hamda shu gitninki 2 cheket 23 cheket, ya'ni gitninki 2.23 nashrda chiqqan. Bu qaysi buyruq degan vaqtida git switch andan keyin yo'tkildigan mush tarmoqning ismini yozamiz. Endi sizninki mushu gitninki nashri 2.23 bo'lmay qolsa, bu buyruq ishlamaydi. Shuning cho'qim bu buyruqni ijro qildirish uchun mush gitning nashrini yuqori ko'tarishingiz kerak. Masalan, buni tekshirish uchun git bo'shliq siziq version deb yozsangiz, sizniki gitninki nashr chiqadi. Masalan, git 2.26 bo'lganligi uchun meningki mushu ishiltirgan bayamqi buyrug'im ishlaydi. Agar sizniki 23 dan tuvan bo'lib qolsa, buni 20 yuqoriltib andan keyin ishlatsangiz bo'ldi. Bo'lmasa xatolik yuz berdi. Undaqda git switch
master. Get switch master'ni bassak, biz copy 1'den şu master branch'ga yo'tkilib chiqamiz. Qaraydigan bo'lsak, master branch'ga yo'tkaldi deydi. Get branch deb qaraydigan bo'lsak, hozir mana biz master branch'da, ya'ni yulduz master'ga keldi. Endi tazlab o'taylik. Biz bayam mavi buyruqni o'rgandik shundami? Get checkout siziq B anadaki yangi tarmoq, ya'ni yangi branch'ning ismini qo'ygandik. Biz endi buning o'rniga get switch C anandan keyin yangi tarmoqninki ismini qo'ysak, bu yerga yangi tarmoqqa yo'tkilib chiqdi. Ya'ni get boshliq switch boshliq C boshliq shu yangi branch, ya'ni tarmoqning ismi. Checkoutda siziq B, switchda siziq C ni ishlatamiz. Qaraydigan bo'lsak, biz copy 2 deganga, copy 2 deganga yo'tkildik. Buni get branch orqali qaraydigan bo'lsak, copy 1, copy 2, hozir yulduz copy 2 keldi. Ya'ni biz copy 2 degan branchni qurib, shunga avtomatik holda yo'tkaldik. Bu shu get switch C ananiki yangi branch'niki alaydiki qaraydigan bo'lsak, mana bu shu buyruqlarimizdan birisi. Ekranni tozalab o'taylik. Hozir get branch deb qaraydigan bo'lsak, bizda 4 tal branch bor. Biz shu 4 branchninki ichida copy 2 degan branchda. Undaqda biz copy 2 degan branchda yangi hujjatdan birini quraylik. Qurish uchun hamyaga index2.html deb yozdim. Yazib, bu yerga men yangidan bir xatdan birini yozay. Men hozir copy 2 tarmoqda deb yozdim. Save qildim. Ctrl S'ni bosib, Ctrl S'ni bosib saqladim. Saqlab bo'lgandan keyin biz bu get statusni bosib qaraydigan bo'lsak, index 2 degan hujjat qurildi. Bu taxiycha shu staging areada buni shu local repository, ya'ni yerlik ambar qo'shaylik. Qo'shish uchun get add index siziq bo'shliq chekitni bosdim. Andan keyin get commit qilib izoh beray. Copy 2 tarmoqda index 2 HTML ni qurdim deb yozdim. Shundami? Yozib saqladim. Saqlab get statusga qaraydigan bo'lsam, meniki shu ishlayotgan rayonim pokizlandi. Hamma narsani izohlab qo'shib bo'ldim. Yerlik ambar qo'shib bo'ldim. Shundami? Clear qilib tozalay. Endi sizcha hozir biz bu o'zgartishni nada qildik? Get branch nada copy 2 da qildik, shundami? Copy 2 da qildik. Endi sizcha shu index 2 chekit html degan shu masterga chiqsak shu yerda bo'ladimi, bo'lmasmi? Bir o'ylab baqing. Masterda shu index 2 chekit html deganni biz ko'ralamdik, ko'ramamdik. O'ylab baqing. Undaqda men hozir shu masterga chiqib baqay. Get checkout master qaraydigan bo'lsam, mana hozir deleted deydi, ya'ni o'chirildi. Shu masterda bu yo'q demakchida. Masterda faqatlam index1.html lan bor ekan. Demak, biz bu o'zgartishni copy 2 da qildik. Ammo masterga chiqqan chaqda bu o'zgartish yo'qolib ketdi. Nimishqa biz bu o'zgartishni copy 2 da qildik, masterda emas. Shunga biz bu o'zgartishni masterga
ekilishimiz kerak. Buni qanday ekilamiz? Buni ekilish uchun biz eng avval mushu ekildigan, ya'ni qo'shiladigan tarmoq chiqib olamiz. Eng avval biz copy 2'de qilgandik, shundami? Masalan, git switch copy 2 qaraydigan bo'lsak, branchda copy index 1 index 2 degan botdi. Men bu o'zgartishni index 2'de deganga qildim. Bu qayerda desa copy 2 degan branchda, shundami? Endi men buni masterga qo'shish uchun qanday qilman degan vaqtda avval master branchga chiqaman. Git check out yoki git switch copy 2 master xato yozibman. Git switch masterga chiqishim kerak. Chiqdim. Qaraydigan bo'lsak, index 1 lamba qolgani yo'q, shundami? Endi buni qanday qilman? Buni qilish uchun biz yangi buyruqdan birisi git merge qilib qayerdan qayerga birlashtiramiz deganni yozamiz. Git merge. Bizningki qilgan ishimiz neydi? Copy 2'de qildik, shundami? Nega buni birlashtiramiz? Masterga birlashtiramiz. Master, ya'ni git merge qilgan narsamiz, ya'ni buningki mushu asli manbasi, buningki bardigan yeri. Asli manbasi copy 2'de, bardigan yeri masterda. Buni bosgan bo'lsak, hoppa keldi. Mana bayam yo'qdi. Index 2'de bizningki mushu copy 2'de tarmog'ida qilgan o'zgartishimiz bizningki master branchga keldi. Hoppa. Bundaqda git statusda degan qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda hech qanday o'zgartish yo'q. ls deb qaraydigan bo'lsak, index 1 index 2 ikki tal o'chitimiz bor ekan. Ekronni bir tozalaylik. Nimish qilganligimizni bildinglar. Biz copy 2 degan tarmoqda yangi hujjatdan birini qurdik. Uni git add git commit qildik. Commit qilib master branchga chiqsak, o bizning o'zgartgan, ya'ni qo'shgan hujjatimiz yo'q ekan, uni master branchga eklish uchun master branchga chiqib, master branchdan git merge copy 2 dan masterga deb yozdik. Shuning bilan bizningki o'zgartishimiz mushu git nimga kirdi. Master branchga kirdi. Undaqda biz git branchga qarab baqaylik. Git branch biz masterda, shundami? Endi biz copy 1 ga berib baqaylik. Git switch copy 1. Copy 1 ga qaraydigan bo'lsak, mana index 1 lamba ekan. Index 1 lamba ekan. Bizningki bayamqi index 2 degan narsamiz yo'q ekan. Undaqda biz mushu git branch qaraydigan bo'lsak, copy 1 da, shundami? Undaqda biz nima ish qilaylik? Mushu copy 1 degan branch, ya'ni tarmoqda yangidan bir hujjatni birdan quraylik. Index 3 HTML deb yozdim. Bu yerga copy 1'deki index 3 hujjatini qurdik deb yozdim. Biz bo'lgan ekan, buni nima ish qilman? Git statusga qaraydigan bo'lsam, bu taqiyacha bizningki shu mashg'ulot rayonimizda, ya'ni working directory degan yer ekan. Buni git add qildim, git commit qilish orqali izoh berdim. Copy 1'deki index 3 hujjati deb berdim. Shundami? Git statusga qaraydigan bo'lsam, hammasi pakiz. Biz qayerdadik? Git branch copy 1'da. Undaqda biz masterga chiqib baqaylik. Git checkout master. Bizningki shu index 3 check HTML bormi, yo'qmi?
qaraydigan bo'lsak, hoppa, mana yo'qolib ketdi. Indeks 1, indeks 2 bor, indeks 3 yo'q. Undaqda biz indeks 3 ni qanday qilganda akirimiz degan bayam o'rgangandik. Git akirish uchun shu masterga chiqdik. Git merge copy birdan masterga bosdik. Qaraydigan bo'lsak, akirdi. Bu yerga yandan bir shu nima bering deydi. Izot. Biz daq chiqib ketili. Git status deb qaraydigan bo'lsak, git statusda hamma narsa pokka shundami? ls deb qaraydigan bo'lsak, 3 ta widgetimiz bor ekan. Undaqda biz avval tozlaylik. Tozildik. Endi biz qanday nima ish qilaylik degan chog'da ikki branchdagi o'zgarishlarga bir qarab boqaylik. Masalan, git branch deb qarab ne dedim? Men masterda shundami? Git div bu yerda masalan copy 2 bilan masterni selishtirib boqaylik. Selishtirib boqsak, bu yerda copy 1dagi index 3 widgetni qurdik degan bir tal widgetdan birisi bor. Bu shu ikkisiniki oralig'idagi farq. Ya'ni copy 2dagi bilan masterning oralig'idagi o'xshamaydigan narsa copy 1dagi index widgetini qurdik degan yangi widgetdan birisi bor ekan. Bu git div shu birinchi tarmoq, ikkinchi tarmoqni yezib, ikkisining orasidagi o'zgarishni shu orqali ko'ra olamiz. Bu shu buyruqniki alayligi. Bir tozlaylik. Git branch deb yozdim shundami? Git branchda master deb bor ekan. Endi men miyaga bir widgetdan birini quray. Bu yerga index 4 html deb bosdim. Bisib bu yerga bir narsa yozay. Masterdagi index 4 widget shundami? Buni Ctrl S ni bisib saqladim. Git add, git commit masterda index 4 widgetini qurdik. Qurdik shundami? Undaqda biz yangi bir branchdan birini quraylik. Git switch c bu yerga copy 3 deb qurdik. Qurib hozir shu widget tozlaylik. Git branch ls hozir 4 ta widgetimiz bor ekan. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu yerda hozir shu index 4 widgetmi copy 3 ga kirdi, shundami? Endi biz bu yerga nima ish qilaylik? Bir widgetdan birini qurib index5.html deb qurdik. Qurib bu yerga h2 ni yozib boqaylik. Copy 3 da index 5 ni qurdim deb yozib, buni bu yerga saqlay. Git add qildim, git commit copy 3 da index 5 ni qurdim. Yoziq shundami?
bu qurup bo'ldi. Endi git checkout masterga chiqaylik. Masterga chiqsak index 5 yo'qolib ketdi. Endi biz bu yerga masterda yangi bir hujjatdan birini quraylik. Qurib index5.html deb qurdik. Qurib h2 qilib masterda index 5 hujjatini qurdim. Shundami? Qurdim qilib saqlab, buni git add qildim, git commit qilib izoh berdim. Masterda index 5.html ni qurdim deb yozdim, buni saqladim. Git stats package shundami? Clear qilib tozalaylik. Endi biz nima qilgandik? Copy 3 da index 5.html ni qurib bo'lganini saqlab bo'lib, masterga chiqib, masterdami o'xshash index 5.html ni qurdik. Bu hozir ikki layerda index 5 chekit html degan narsa bor. Undaqda biz bayamqi copy 3 dagi qilgan o'zgarishlarni shu copy master branchga merge qilib baqili qanday bo'ldi. Buni qilish uchun git merge copy 3 master shundami? Git merge ni bosdik qayerdan qayerga, ya'ni copy 3 dan masterga qilib bosdik. Hoppa! Nimish bo'ldi? Xatolik chiqdi. Birmuncha xatoliklar chiqib oldi-da. Bu endi buni biz nima deymiz? Conflict deymiz. Conflict. Ya'ni bu conflict degan nima degan vaqtida hozir bizningki mau copy 3 da qilgan o'zgarishlar bor, shundami? Copy 3 da o'zgarishlar bor, masterdagi o'zgarishlar bor. Endi copy 3 dagi o'zgarishda masterdagi o'zgarish, ya'ni eng oxirida qo'shgan o'zgarishdagi commit id degan narsa bor, shundami? Har bir narsani qilgan vaqtida birdan commit id bizga chiqarib berdi. Ya'ni git log one line deb qarayolsak, mana mau commit id bizningki masterda mauba, ammo bu nerede yo'q? Copy 3 degan tarmoqda yo'q. Shunga bu yerda bir xatolik yuz berdi. Ya'ni bu conflict deymiz. Ya'ni bu yerdagi conflict bo'lsa, mushu bir tarmoqdagi commit id yana bir tarmoqda bo'lmaganligi uchun bu bizga xatolik yuz berdi. Bayam nimish xatolik yuz bermadi degan vaqtda birinchi qatam biz buni mushu copy 2 da qurdik yoki copy 1 da qurib buni mau master branchga merge qildik. Master branchda diki eng oxirgi commit id bilan mau nimdiki copy 1 yoki copy 2 dagi commit idsi o'xshashdi eng oxirgisi. O'xshash bo'lganligi uchun faqatlam eng oxirdagi yangi qurganni shu master branchga akirdi. Ammo hozirgida qanday degan vaqtida, hozirgida biz copy 3 da yangi bir o'zgartishni qilib saqladik, yangi commit id berdi. Master branchga chiqib yangi bir ishni qildik, uni saqladik, yangi bir commit id berdi. Ammo master branchdagi yangi commit id mau copy 3 dagi yangi copy 3 dagi shu commit idlarning ichida bo'lmaganligi uchun bizga xatolik berdi. Bu xatolik shundan uchun chiqdi. Buni biz conflict deymiz. Undaqda buni qanday hal qilamiz? Normalda buni shu developerlar yoki ish qiluvchilar yoki siz qaror berasiz. Ya'ni qaysi qurninki qilib, qaysi qurninki o'chirilishini siz o'zingiz qaror berasiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda xat deb bor. Bu xat degan nima desa, bu masterdagi shu o'zgartish, ya'ni o'zgarish. Mau copy 3 dagi, ya'ni keladigan o'zgarishlar. Shunga siz qaror berasiz. Master branchdagi qilib qolsammi
yoki copy 3'dikimi? Chunki bu get o'linib qoldida biz men bu master'dikini ip qolamdim yoki copy 3'dikini ip qolamdim va yoki ikkilisini tang ip qolamdim deb bir o'ylanish bo'lib qolib bizga xatolik berdi. Yani konflikt berdi. Biz buni endi o'zimiz qaror beramiz. Endi bu yerda 3 xil endi nim bor, tanlash bor. Birisi o'sha hozirgi yani master'dikini saqlab qolish, yani birisi kelganni qabul qilish yoki ikkilisini tang qilish degandek. Bu yerda ma'noga qaraydigan bo'lsak, compare changes yani şu o'zgarishlarni selishtirish qaraydigan bo'lsak, mana masterda mabakan mavu nimda copy 3 degan tarmoqda mabaka ikkisi o'xshamaydi ekan. O'xshamagandan keyin get o'linib qoldi. Bu ma'nosan bo'larmi yoki ma'nosan bo'larmi deb o'linib qoldi. Shunga bizga o'linib qilib xatolik, ya'ni konflikt berdi. Shunga biz qaror berishimiz kerak. Bu yerda endi buni qanday qilamiz degan chog'da, masalan, ikkilisini olib qolsak, bu yerdagi mavi o'zgartishlarni o'chirib yetamiz. O'chirib mavi alaylı belgelerni o'chirib qilamiz. Bundan qilsak, biz ikkilisini saqlab qoldik. Saqlab qolgandan keyin endi get status qaraydigan bo'lsak, mana biz endi taxi buni saqlamadik. Buni get add qildik, get commit qilib konfliktni tuzatdik deb yozib qildim. Qaraydigan bo'lsam, mana hozir bu saqlandi. Get avval ekran bir tozalay. Git branch qaraydigan bo'lsak, master. Biz masterda shu copy 3'dagi o'zgartishni masterga qo'shdik. Git checkout copy 3'ga kiradigan bo'lsak, mana git copy 3'da birinchi qurbatdi. Biz git checkout masterga kiradigan bo'lsak, ikkinchi qurma kirdi. Shuning bilan buni birlashtirdik. Bu shu konflikt, ya'ni mishalki uqishmassizlikni shunda hal qilamiz. Bu shu konfliktdagi endi ne hal qilish usullari. Undaqda biz shu bir tal branchni qanday juyimiz qaraydigan bo'lsak, 3 tal, bizda hozir 4 tal branch, yani tarmoq bor ekan. Biz masalan copy deganni juyib etmoqchi, ya'ni o'chirib etmoqchi bo'lsak qanday qilamiz deganda get branch siziq d copy. Bu get branch boshliq siziq d copy degan anonikin branch ismi, ya'ni shu merge qilib bo'lgan tarmoqni o'chirishni ko'rsatadi. Buni qaraydigan bo'lsak, mana copy o'chirildi. Git branch mana copy 1, copy 2, copy 3. Hozir masterda biz bu shu merge qilib bo'lgan, ya'ni qo'shib birlashtirib bo'lgan tarmoqni o'chirish. Endi biz git branch git checkout copy 1ga kirib baqili. Kirdik shundami? Qarasak bu yerda copy index 1, index 3 bor ekan. Endi biz bu yerga index6.html deb yozaylik. Yozib h6 qilib bu
hujjatni copy bir shundami? Copy bir tarmog'ida qurdim deb yozdim. Yozib git add git commit copy birda yangi hujjat qurdim. Qurib bo'ldik shundami? Clear qilib tozalay. Git branch. Qaraydigan bo'lsak, copy birda shundami biz? Endi biz masterga chiqaylik. Git switch master. Qaraydigan bo'lsak, masterga chiqdik. Masterda index6.html yo'q. Endi biz mushu copy birni o'chirishga to'g'ri kelib qoldi. Buni o'chirish uchun biz bayamqi kodimizni ishlatmoqli buyrug'imizni git branch de copy bir. Qaraydigan bo'lsak, oppa mana error, ya'ni xatolik berdi. Copy bir to'liq birlashtirilmadi deydi. Agar shuni davomli o'chirishni xohlamoqchi bo'lsang, git branch bo'shliq d siziqdi copy bir deganni bas deydi. Demak, biz bayamqi buyruq orqali birlashtirilmagan tarmoqni o'chirolmaydi ekanmiz. Buni o'chirish uchun majburiy o'chiramiz. Buni git d ga cho'ng harfini yozar ekanmiz. Git branch d copy bir. Hoppa, qaraydigan bo'lsak, git branch copy bir ketdi, o'chirildi. Copy 2, copy 3 deb qoldi. Biz hozir masterda. Shundami? Tozalaylik. Mana bu mushu birlashtirilmagan tarmoqni o'chirishning usuli. Undaqda biz bugun mushu tarmoqlarga doir kodlarni, buyruqlarni o'rganib o'tdik. Bu buyruqlarning ichida git branch deb qaraylik. Master ekanmiz, shundami? Masterga men index6.html qilib birini qurib, bu yerga biz o'rgangan buyruqlarni yozib chiqay. Undaqda bugun biz nimalarni o'rgandik? Deganda gitga branches degan hukmni o'rgandik, shundami? Hukmni o'rgandik. Buning ichida nimani o'rgandik? Git branch yoki git branch degan o'rgandik. Bu mushu bizningki hozirgi turdagi yoki hozirgi mushu ambardagi barliq tarmoqlarni bizga ko'rsatib berdi. Bu shuning uchun ishlatiladi. Ikkinchisi git branch andan keyin yangi branch ismi, shundami? Buyruq endi bizga mushu new branch ismida bir tal tarmoqdan birini qurib berdi, ammo bu uning yo'tkalmadi. Biz buningga yo'tkalish uchun nima ish qilgandik? Git check out new branch deb mushunga kirdik. Yo'tkalib chiqdik shuni. Yoki git switch new branch ne basdik. Bu new branch git switch degan gitninki mushu 2da 23 nashrdan boshlab qo'shildi. Mushu nashrdan keyin ishlaydi dedik. Undan keyin biz git check out b qilib branch copy bir qildik. Bu mush copy bir degan tarmoqni qurdi va mushunga yo'tkaldi. Git branch copy bir deyishimizga hojat qolmadi. Avtomatik holda buningga yo'tkaldi.
Endi 5-sida git switch c copy 2 degan mushu 2'de 23 nashrdan keyin chiqqan buyruq bumi shu copy 2 deganni qurib mushunga yo'tkaldi. Buningda git switch copy 2 deyishimizga hojatimiz qolmadi. Bevosita qurib mushunga yo'tkaldi. Uni qilib bo'lgandan keyin biz nima qildik? Git diff copy 2 master deyish orqali shu copy 1 bilan master orasidagi o'zgarishlarni ko'rdik. Bundaqda yana boshqa buyrug'imiz git merge copy 2 master. Bu buyruqda copy 2'de qilgan o'zgarishlarni masterga birlashtirib qildik. Buning uchun avval copy 2'dan ishimizni bitkizdik, saqladik. Yerlik ambarga saqlab bo'lgandan keyin masterga switch qilib chiqib bo'lgandan keyin git merge copy 2 master deyish orqali copy 2'dagi o'zgarishlarni masterga birlashtirdik. 8-sida biz git boshqa nima o'rgandik? Git branch d copy 1. Bu mushu copy 1'dagi copy 1 degan mushu tarmoqni o'chirish uchun ishlatilgan buyruq ekan. Bu cho'qim copy 1ni masterga merge qilib bo'lishimiz kerak. Ya'ni birlashtirib bo'lgandan keyin undan keyin o'chira oladiganmiz. Agar birlashtirmagan bo'lsa qanday qiladiq ekan? D copy 1. Copy 1. Bu shu copy 1'dagi o'zgartishni masterga yoki biz turayotgan rayonga birlashtirmagan bo'lsak, majburiy o'chirish uchun siziq D ni besish orqali buni birlashtirganmiz. Buni qilgan vaqtida shu alayda diqqat qilishinglarni umid qilaman. Tavsiya qilaman, chunki bu xatarlikda hamda sizningki qilgan butun narsangiz o'chirilib ketadi. Shuningga buni qilgan vaqtida alayda diqqat qilishingiz kerak. Undaqda bugungi darsimiz mushinchilik. Bu yerda hali 9 buyruqni ishlatibdik. Branch degan nihoyatda muhim bir uqum. Siz ishga kirgan vaqtida yoki ish qilgan vaqtida shirkatda branch deganni nihoyatda jiq ko'p ishlatasiz. Kundadagidek ishlatib turamizda. Shunga bu branch degan uqumni nihoyatda yaxshi tushunishimiz kerak. Branchdagi buyruqlarni yaxshi bilishimiz kerak, mohiyatini bilishimiz kerak. Bir branchdan yana bir branchga qanday chiqamiz, u branchdan master branchga yoki ma'lum bir branchga qanday merge qilamiz, u branchni qanday o'chiramiz degandek narsalarni bugun o'rganib o'tdik. Yiroq ambar degan nima degan vaqtida, o'sha ko'pincha ishlatgichlar yerlik ambarda ishlaydi. Ya'ni o'sha yerlik ambarda o'zingizningki local repository deymiz buni inglizchada. Shu yerda o'ziningki kodlarni takrorlaydi, kodlarga har xil o'zgarishlarni olib boradi. Endi boshqa kishilar bilan, ya'ni shirkatga kirgan vaqtida shirkatda o'sha projektni boshqalar bilan o'xshash vaqtda, o'xshash bir projektda ishlaganligingiz uchun siz o'sha o'xshash vaqtda boshqalar bilan o'zingizniki o'sha projektini qanday backgroundsiz, shular bilan qanday o'xshash vaqtda xizmat olib borasiz degan vaqtida o'sha remote repository, ya'ni yiroq ambar deganni ishlatamiz. Yiroq ambarda o'sha sizningki hisobda kodlaringizni o'sha yiroq ambarga xuddi Google Drive'ga o'xshash bir yerga o'zingizning kodini yo'llab qo'yib shu yerda saqlaydigan, boshqalar xohlagancha kirib, ya'ni siz shuning ruxsat bergan kishilar kirib kodlarni o'zgartira oladigan, kodlarni yuklay oladigan va har xil izohatlarni olib bora oladigan bir yer. Shuni biz yiroq ambar deymiz.
Endi bu remote repository inglizchada shunda deyildi. Endi yiroq ambar deganda biz bir qancha xil yiroq ambar, ya'ni remote repository bor. Buning ichida GitHub haqsiz va GitLab mushu haqliq. Endi biz mushu GitHub bilan GitLabniki asosiyatdan hamma narsa degidek o'xshash. Faqat o'xshamagan shirkatlar ham ishlatadi. Birisi haqliq, birisi haqsiz. Mushu GitHubni o'rganib o'tib, GitHubda qanday hisob ochamiz, undan keyin o'zimizning kodini qanday shu yerga yo'llaymiz, shuni o'rganib o'tamiz. Undan keyin mushu yiroq ambarni ishlatgan vaqtida remote repositoryni shuningga qanday bir kodlarni ishlatamiz, ya'ni buyruqlarni ishlatamiz, shularni o'rganib o'tamiz. Undaqda biz avval o'sha GitHubga bir kiraylik. GitHub degan qanday narsa, GitHubda nima ishlarni qilamiz, shuni bir o'rganib o'taylik. GitHubga o'sha github.com degan torbatga kiramiz. Torbatga kirsak, bu torbatda mana ochildi. Bu torbatda avval biz cho'qim buningga a'zo bo'lishimiz kerak. A'zo mishadan a'zo bo'lamiz. İşletkichi ismi, email, maxfiy nomer degandeklarni to'shqizamiz. Ma torbat qaraydigan bo'lsangiz, GitHub haqida tushuncha berdi inglizcha mazmunlar. Balkim sizningki turayotgan davlatingizga qarata tillar o'xshamasligi mumkin. Ama menikida inglizcha chiqdi. Endi biz mushu GitHubdan bir hisob ochaylik. Hisob etish uchun miyaga ishlatkichi ismimizni kirgizamiz. Masalan, Uyg'ur IT deb kirgizsam, Uyg'ur IT'ninki degan nomni ep bo'pti boshqalar. Shuningga har xil ismlarni qo'llanib qisam qilamiz. Uyg'ur IT lab deb qo'ydim. Buni kichik yozay. Uyg'ur IT lab deb yozdim. Ondan keyin email adresi uyg'urit@gmail.com uyg'urit@gmail.com bu hisobot ichinilib bo'libdi. Masalan, git bunda qildim. Endi maxfiy nomerni kirgizmam miyaga. Men email adresini kirgizay. Shunda bu uchurlarni to'shqizib bo'lgandan keyin ishlatgich ismi, email adresi, maxfiy nomerni miyadan sign up for GitHub deganni, shu GitHubga a'zo bo'lish deganni bosamiz. Bassak miyada o'sha hisobot qurish nimasi chiqadi. Bu yerda o'sha akkauntingizni nim qilasiz, tasdiqlaysiz, sizningki haqiqiy bir odammi yo emasmi, shuni qilish uchun men verify deganni bosdim. Bu hisobotni rasmni to'g'rilab bo'ldik. Aniki miyada qaraydigan bo'lsangiz, o'sha har xil uchurlar sizningki emailingiz kelsinmi deydi. Bu yerga kelmasin deganni tanlab etdik. Tanlab qo'yib, bo'lmasa to'xtamay uchur kelib avar qildi. Miyani tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Andan keyin haqsiz planga kirish deganni besib, miyada sizningki nima ish qilganligingizni, qanchalik mushu kod yozish tajribasiga ega degandek larni tanlaysiz. Andan buni nima ish uchun ishlatasiz degandek larni tanlab miyaga nimga qiziqadiganligingizni yozib,
Ondan keyin bu yerden complete setup deganni o'sha qurishni tamomlash deganni qilsaqlam bo'ldi. Ondan keyin o'sha email adresimizga bayamqi biz yozgan o'sha email adresiga bir to'g'irlash adresi bordi. Shuni tasdiqlab bo'lgandan keyin keyin bu nimni GitHubni ishiltalaymiz. Undaqda avval sizlar o'sha kirgizgan email adresingizga kirib o'sha kelgan uchurni besish orqali emailni bir to'g'irlab etinglar. Qaraydigan bo'lsam men emailni ochib kelgan uchurni besib buni to'g'irladim. To'g'irlagandan keyin menda bir bad ochildi. Buningdan siz bu yerdan hozircha atlab o'tib ketish deganni bossangiz bo'ldi. Bassangiz mana hozir bir tal bizga shu GitHub'ninki bosh beti ochildi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bosh surtimiz bor. Bu yerda bizningki shu profilimiz, bizningki ambarlarimiz, projektorimiz degandek narsalar bor. Masalan, repository degan assam mana bu yerda hech qanday menda ambar bo'lmaganligi uchun bu yer qop-qora chiqdi. Agar qurmoqchi bo'lsam new deganni bosaman, besib bu yerga shu repositoryninki shu ambarning ismini kirgizmay, tushuntirishini yozman. Bu bir tushuntirishini yozgandan keyin buni boshqalar ko'ra oladigan yoki boshqalar ko'rolmaydigan shaklda qilib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, private degan boshqalar ko'rolmaydigan shaklda qilib create repository deb bassak, mana manda bir nima ochildi. Biz mushu yerga o'zimizniki kodini chiqaramiz. Biz oldingi darsda mau branches deganni qurib mushuni ishlatgandik. Mushuning ustidan biz mashg'ulot olib boraylik. Mau biz oldingi soatda oldingi darsimizda ishlatgan kodlar, mushu kodlarni yo'llashni biz o'rganib o'taylik. Men undaqda terminalni ochay. Terminalni ochib, men mushu hozirgi ochgan hujjat bayaga kiray. Qarsam mana mushu butun hujjatlar bor ekan. Avval bir tozalab qaraydigan bo'lsak, butun hujjat bor ekan. Branchesga qaraylik. Qaraydigan bo'lsak, bir qancha mushu tarmoqlar bor ekan, ya'ni branch copy 2, copy 3, hozir masterda ekanmiz. Bu nimni bir qarab baqsak, nimishning bo'lganligini index 6 deb hujjat qurib ekan, buni hech qanday yo'llamabdik. Oldingi soatimizda ko'rgandek mushu notni nimish qilganligimizning kodlarini yozib qo'yib darsni tugatgandik. Hech qanday saqlash olib borilmagan, shu saqlash shu bitgan. Avval biz bu saqlash bu kodni nimga mushu ishlash rayonimizdan staging areaga qo'shaylik. Buni qo'shish uchun git add chekit qilib qo'shdim. Undan keyin izoh berdim. Ders notlari qildim. Qilgandan keyin
git status degeni bassam, mana bizningki ishlash rayonimiz Pakistan. Bu pakiz pop bo'ldi. Endi biz miya qaraydigan bo'lsak, miyada debdiki eng avval siz git init orqali yerlik rayonda bir hujjat mushu gitni quring debdi. Andan keyin readme degan hujjatini quring debdi. Buni qilishimizning hojati yo'q, ammo cho'qim yerlikda gitni ishlatmoqchi bo'lsak, cho'qim git init deb ishlatishimiz kerak. Buni qilib bo'lgandan keyin first commit qilib mushu izohatni beramiz. Izohatni bergandan keyin andan keyin biz mushu hujjatninki qayerga qo'shilganligini berishimiz kerak. Buning uchun biz git add origin remote deganni mau git remote add origin git remote add origin qilib bu mushu repozitorninki adresini beramiz. Miyadagi adresini ko'chirsak ham bo'ldi. Miyadagi adresini ko'chirsak ham bo'ldi. Ko'chirib miyaga akilib qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, git degan mushu gitning buyrug'i, remote degan mushu ijroqam bar degandagi ijroqni ko'rsatar, remote qo'shish, origin mushu haqiqiy o'rniga degan gap. Andan keyin mau adresini beramiz. Endi mushu adresni endi origin deganga atab birdi mau hisobda mau endi buningki qimmati mau mushniki ismi endi iliqi variable name deb variable value deb o'rganib o'tamiz programda. Masalan, mau bir variable bo'lsa ismi mauni mushnanga qo'shib beramiz degan gap. Mushnanga vaqtliq ism qilib beramiz. Shunga ma adresni ma origin deganga qo'shib berdik deb bilsak bo'ldi. Bundan keyin biz adresni ishlatmay origin deganni ham ishlatsak bo'ldi. Bunun enterni basdik. Basgandan keyin mush adresni origin deb qo'shdi. Undan keyin buningga shu remote ga qo'shdi. Undan keyin biz ma buyruqni git push siziq origin master deganni basamiz. Basgandan keyin bizdan mushu ishlatuvchi ismini so'raydi. Uyg'ur IT Lab deymiz. Maxfiy nomerni so'raydi. Maxfiy nomerni yozdik. Maxfiy nomeri ko'rinmaydi, ammo yozilyapti. Shunga diqqat qilinglar. Yozib bo'lgandan keyin enterni basamiz. Bassak bizning kodimiz hozir mushu yerlikdagi ambardan yiroqdagi ambar, ya'ni local repositorydan remote repository chiqdi. Biz bu yerdan ma'ni bir refresh qilsak, mana bizningki kodimiz mushu nimga remote repositoryga chiqib bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki hamma hujjatlarimiz bor. Endi biz miyaga yangidan bir hujjatdan birini quraylik. Index yettajik html deb basgandan keyin bu hujjatni remote repository ga qo'shaman. Qilib buni Ctrl S ni bosib saqladik. Saqlagandan keyin git stats ni bosishdan burun ekronni bir tozalay. Git stats deb bassam mana yangi hujjat qo'shildi dedi. Buni git add index yettajik html deb yazsam bo'ldi yoki git add check deb yazsam bo'ldi. Buni qilib bo'ldim. Qilgandan keyin git commit qilib izohat berma. Index yettajikda qo'shildi. Qisam bu hozir mushu yerlikdagi ambarga qo'shilib bo'ldi. Buni bir tozalay qilib, endi buni mushu yiroqdagi ambarga qanday yo'llayman deganda git
push origin master deb yazsak, mana bu hozir yo'llanib bo'ldi. Men qaraydigan bo'lsak, 1dan tortib 7gacha bor, 6gacha bor, 7si yo'q. Endi betni bir yanglasak, mana qaraydigan bo'lsak, mana bizningki hozir indeks 7 hujjati qo'shildi degan mushu izohatimiz keldi. Hujjat ismi 32 sekund burun yo'llandi deydi. Buni ochadigan bo'lsak, mana hujjatga yozgan xat miyada chiqibdi. Bu mushu yerlikdagi ambardan yiroqdagi ambarga qanday yo'llashni ko'rib o'tdik endi hisobda. Buni bir tozalay qilib biz git branch deb qaraydigan bo'lsak, masterdagi endi biz mushu bir branchni qanday yo'llaymiz degan vaqtda biz git check out copy 2 qilib chiqdik. Hozir copy 2da git branch qaraydigan bo'lsak, copy 2da shundami? Copy 2dagi qaraydigan bo'lsak, bizga index 1, index 2da 2 hujjat bor ekan. Endi git status deb qaraydigan bo'lsak, hech qanday narsa yo'q ekanda. Endi biz bu yerga bir tal hujjat quraylik. Index 3 checkit html qilib bu yerga copy 2 branch da yangi hujjat qurdim deb yozdim. Yazib, bunu Ctrl S qilib, miyaga akilib, terminalda git add checkit qildim, git commit qilib, buni hamda local repositoryga izohat berman. Izohat berish orqali local repositoryga qo'shaman. Yangi hujjat qo'shildi. Qo'shib bo'lgandan keyin git status qaraydigan bo'lsak, hech qanday narsa yo'q ekan bizniki ishlash rayonimiz. Pakistan. Endi buni clear qilib tozalaylik. Buni qanday qilib mushu nimga branchga yo'llayman, mushu remote repositoryga yo'llayman degan vaqtida git push origin copy 2 shundami? Qaraydigan bo'lsak, bizniki hujjatimiz mana copy 2 hozir mushu nimga yo'llanib bo'ldi. Qarasak master deb miyadlan branch qarasak master deb bor. Buni bir yanglaydigan bo'lsak, mana yangi branch qurildi dedi. Qaraydigan bo'lsak, master degan o'ziningki copy 2 ga kiritsak, copy 2 da mana index 1, index 2, index 3. Masterga yo'tkalsak, masterda mana index 1dan index 7 gacha. Buni chiqarish uchun mushu git push origin andan keyin mushu branchninki ismini yoziblam qilsak, shu remote repositoryga yo'llanib bo'ldi. Biz adres berishimizniki hojat yo'q, chunki bayam adresni origin deganga bergandik, shuni saqlagan. Shunga origin degan alam ishlatib git push origin copy 2 deblam qilsak bo'ldi. Endi biz mushu yana bir mushu hujjatning ichiga yangi bir qurni qo'shaylik. Qo'shildi deb yozdik. Yozib git status deb qaraydigan bo'lsak, yangi bir qurul qo'shildi, yangi o'zgartish berildi dedi. Berildi git add qildik, git commit yangi qur qo'shildi qilib yozdim. Yozib bo'lgandan keyin git status deb qaraydigan bo'lsam, hamma pakkaz endi bir tozalay qilib buni git push origin copy 2 deb bosdim. Bassam bu hozir mushu yerlik ambardan yiroqdagi ambarga o'tkilib biz chiqadi. Copy 2 ni bassak, mana
Yangi qur qo'shildi dedi. Bassak mana. Yangi qur qo'shildi deb bu yerga qo'shildi. Endi biz nima ish qilaylik? Git checkout master qilib masterga chiqaylik. Git master shundami? Git checkout master. Qaraydigan bo'lsak, biz hozir masterga chiqdik. Masterga chiqdik shundami? Hozir masterda. Endi biz bu yerdan masterga chiqib masterda yangi bir hujjatdan birini quraylik. Bu yerdan create a file degani bosdim. Qilib index 8 chekit html deb besib bu yerga yangi html 8 hujjati qo'shildi deb bosdim. Besib bu yerga yangi hujjat qo'shildi deb besibman commit new file qilib qo'shdim. Qo'shib hozir qaraydigan bo'lsam 8-chi hujjatni bu yerga hozir qurdim shundami? Endi biz o'sha 7-chi hujjatga yana bir narsa qo'shaylik. Git yangi qur qo'shildi deb yozdik. Yozib, endi buni git add qilib saqlab, git commit orqali izoh beramiz. Yangi qur qo'shildi shundami? Bastok. Endi buni mushu yangi index 7dagi hujjatni yerlik ambardan endi jiroqdagi ambar qo'shaylik. Jiroqdagi ambarga qo'shish uchun git push origin master. Shundami? Biz master branch dedik. Master branchdan mushu yerlik branchdan jiroqdagi ambar, ya'ni remote repository'dagi master qo'shimiz. Qo'shish uchun git push origin master deb bastık. Endi men mushuni bassam bu kodimiz ishlamdi, ishlamamdi. Yoki bir xatolik yuz beramdi, shuni qaraylik. Buni bassak bu yerda bir xatolik yuz berdi. Qaraydigan bo'lsak rejected, ya'ni rad qilindi. Qaraydigan bo'lsak bu yerda deydiki mushu bizningki yerlik ambar da ambardagi hujjatninki commit hujjatlar mavu jiroqdagi ambar remote repository bilan o'xshash emas. Remote repository'da yangi hujjatlar bo'lishi mumkin. Shuni avval tushagin deydi. Git pull orqali tushirib, anandan keyin buni git push qilgin deydi. Ya'ni mavu remote repository'da deki o'zgarish bizningki mavu kompüter bo'lmagan bo'lsa yoki bizningki shu hujjat commitlar mavu remote repository'dagi hujjat va commitlardan keyinida qolgan bo'lsak, masalan buni haqiqiy misolga ib bo'lgan vaqtida men shirkatda ishlayotgan vaqtida bir qanchamiz bir projektda ishlayotimiz. Masalan, mush projekt ishlayotman deylik. Buningda men bugun bir ishlarni qildim, boshqa xizmatdoshim bir ishlarni qildi. Ammo xizmatdoshim mendan burun qilgan ishini GitHubga yo'llab etdi. GitHubga yo'llab bo'lgandan keyin ondan men uningdan sal keyin qilib men yo'llayman dedim. Biroq yo'llayman degan vaqtda menda xatolik yuz berdi. Bu degani GitHubda yangi kodlar bor. Avval sen mush yangi kodlarni o'zingning kompyuterga tushirib olib, ondan keyin git pull orqali tushirib olib, ondan keyin kodingni yo'llag'in deydi. Bu masalan biz boshqalarning kodining yo'qolib ketishining oldini oldi. Shuningga git pull origin master deb yozamiz. Git pull origin master deb qilsak bizga yangi
Ama şu kodlarını düşürpürdü. Yeni kodlarını düşürdüm. Kılıp onda saxıldım. Saxılsam yana bir hüccet kuruldu dedi. Git stats qaraydigan bolsam, əmdə yollasam boldu. Mən qaraydigan bolsaq, mənə 8-ni miyat qurğan toq, 8 düşdü mənə. Yanı 8 düşdü, bayan biznikide yoxdu. Əmdi biz git push origin master dep yollasaq, əmdi yollayalayımız. Çünki biz mavi remote repository'deki kodlarını düşürüp olup, anandan keyin özümüzün hüccetiken düşürüp olup, hüccetiga kompüterga yangi kodlarni qo'shib birga yolladik. Anandan keyin yollayalaymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana o'zimizniki yangi hücceti qo'shildi. Bu endi git pull'ninki ishlash o'rni. Git pull deganninki ishlatish o'rni mushundaq. Ya'ni mushu bizdan burun remote repository'da biznikidan boshqa yangi bir kodlar qurilgan, yozilgan bo'lsa, yo'llangan bo'lsa, u kod biznikida bo'lmagan bo'lsa, biz git pull orqali avval kodlarni kompyuterimiz tushirib olib, andan keyin shu kodlarni birlikda yollaymiz. Bu git pull'ninki ishlatish o'rni. Endi men git branch deb qarsam, master branchda shundami? Men git check out copy 2 qilay. Copy 2 ga chiqdim shundami? Copy 2 ga chiqib, copy 2 da yangi bir hujjatdan birini quray. Index 4 check html qilib, yangi html 4 hujjatini qurdim deb bastım. Bisib miyaga git add qilib qo'shdim. Qo'shgandan keyin buningga izoh berib, izohni berdim. Yangi html4 hujjati deb bo'lgandan keyin git push endi qanam origin master emas, chunki biz bu copy 2 degan branch bo'lganligimiz uchun copy 2 degan branchga git push origin copy 2 deganiga yollayman. Yollab qardim. Qaraydigan bo'lsam, miyada menda bir narsa chiqdi. Miyada avval biz nim qilayli? Copy 2 ga qaraydigan bo'lsak, yangi hujjat qurildi, shundami? Yangi hujjat qurdik. Endi biz burun manda bir ish qilgan toq. Bu ish qanday degan vaqtida biz copy 2 ga bir narsani qilib, buni mushu master branchga qo'shgan toq. Shundami? Endi biz buni mushu yerlikda merge qilib baqili, ya'ni birlashtirib baqili. Buni qilish uchun git checkout master qilib masterga chiqdik, shundami? Andan keyin git merge master copy 2 qilib manda merge qildik. Merge qilsak, mana konflikt degan yuz berdi, uqishmasizlik degan narsa yuz berdi. Chunki ayerdagi koddagi commit meniki miyadagi masterdagi commit bilan copy 2dagi commit, ya'ni izohat o'xshamaganligi uchun qaysini qurdiganligini bilanmay, shuningga bizga manda bir uqishmasizlik xatoligi yuz berdi. Buningda qaysini qilsiz masterda mabakan, ammo copy 2 da mabakan qaysini app qolsiz zodi deydi. Biz her ikkilisini app qolganligimiz uchun miyadagi o'sh kodlarni o'chirib etib, andan keyin mush kodni yollaymiz. Qarsak,
HTML4'te barken, 3'te barken, 3'te mi? Şu uquşmazsızlıqda çıkan kodlarını, hatalı kodlarını öçürüp etip, endi bunu git add qilib qo'shib, git commit qilib, config-ni o'ngishdim deb yozdim. Yazgandan keyin bizniki hozir config o'ngishildi. Git status deb qaraydigan bo'lsak, mana bizniki shu ishlash rayonimiz pakız bo'ldi. Hem copy 2'deki kodlarını şu master'ga qo'shdim. Endi buni şu Jira ambardagi remote repository yollaydi. Bunu yollash uchun git push origin master deb yolladım shundaymi? Yollagandan keyin bizniki kodimiz hozir şu master'ga chiqib bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana config'ni o'ngishdim deb shu izohatimiz bilan tang yollandı. Bu şu kodni bir tarmoqdan yan bir tarmoqqa merge qilib, birlashtirib, andan keyin buni remote repositoryga yo'llashniki usuli. Nima o'rgandik deganda git add avval yangi GitHub hisobot etishni o'rgandik. GitHub hisobot etishni o'rganib bo'lgandan keyin shu o'zimizniki yerlik ambardagi kodni Jira ambardagi kodga yo'llashni o'rgandik. Git remote qildik, add qilib, add origin qilib, origin qilgandan keyin yangi shu repository'ninki adresini, mesela yerki bunda adresini besib, mush adresga yo'llashni o'rgandik. Ondan keyin git push origin master qildik. Ondan keyin git push deganni o'rgandik. Git push origin master git push origin copy 2 bundan keyin git merge shu yerlikda turib git copy 2dan masterga merge qilishni o'rgandik. Ondan keyin shu nemda git pull origin master deb yangi kodlarni Jira ambardan tushirishni o'rgandik. Bular bizniki shu hozirgi bugungi darsimizda o'rganganlarimiz. Agar darsni tushunmaganlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Bugungi darsimizda nashr kontrol sistemisidagi Jira'dagi ambar, ya'ni remote repository'dan ma'lum bir ambarni, ya'ni repository'ni tushirib, shuning ustida o'zgartish berish va o'zgartishni shu remote repository'ga qanday yo'llashni o'rganib o'tamiz. Avval biz mavi torbetga shu o'zimizning oldingi soatda ochgan Uyg'ur IT Lab degan GitHub hisobotiga bir tane repository'dan birini qo'shdim, website deb. Endi shu website degan repository'ni qanda, ya'ni ambarni qanda qilib o'zimizniki kompyuterga tushirganligimizni va buningda har xil o'zgartishlarni olib berib, o'zgartishlarni qaysi shaklda qanday qilib yana shu remote repository'ga yo'llashni o'rganib o'tamiz. Undaqda eng avval biz terminalni ochib, terminalda C diski desktopga boraylik. Qaraydigan bo'lsak, biz
Muşu root user deganimiz cd desktopga berib, desktopga yangi bir hujjat qisqishi qurayli. Torbat deb qurdim. Torbat deb qurib, andin muşu torbat deganninki ichiga kiray. Torbatning ichiga kirdim. Hozir torbatning ichida hozir bizga hech qanday bir hujjat yo'q bizningki bu torbat degan mau hujjat qisqishning ichida. Qaraydigan bo'lsak bo'sh. Endi mushu torbat degan mushu hujjat qisqishning ichiga mau website degan repositoryni, ya'ni projectni tushiraylik. Buni tushirish uchun ikki xil usul bor. Birisi mush torbatdan mau clone download degani besib, miyadan download zip qilib deb tushirish. Yani birisi mushu adresini ko'chirib, adresdan tushirish. Men mushu adres orqali tushirishni ko'rsatib o'taman. Bu yerdan mushu repository kirib, bu yerdan download degani bosamiz. Bosgandan keyin mau adresni, mau knopkani bossak ham bo'ldi. Ya bo'lmasa bunda ko'chirib, hammani Ctrl A, Ctrl C qilib kopiya qilamiz. Kopiya qilgandan keyin terminalga tushirmoqchi bo'lgan hujjat xaltasiga kiramiz. Men torbat degan hujjat xaltasining ichiga tushirmoqchi. Şu an torbatning ichiga kirdim. Kirgandan keyin git clone qilib bayamqi adresni mishaga pass qilib chaplaymiz. Chaplagandan keyin enterni bosamiz. Bossak bu hujjat bizga bayamqi project mushu hujjat xaltasininki ichiga tushdi. Qaraydigan bo'lsak website. Endi men qaraydigan ls-deb bossam, mana website bor ekan. Men cd website deb mushu websitening ichiga kirdim. ls-deb bossam, mana hamma hujjat ko'rildi. Clear qilib tozalab ko'rsatay. Mana qaraydigan bo'lsak, mushu hujjat bayam tushagan remote repository'dagi hamma hujjatlar bor ekan. Qaraydigan bo'lsak, readme, app.js, image degan hujjat xaltasi, about html, css, index.html degandek hujjatlar bor ekan. Endi biz buni mushu Visual Studio Code'ni ichib, mushu projectni shuningda ochaylik. Visual Studio Code'ni bosdim. Besib mau bayam men tushirib bayam mening qilganim ekan. Buni o'chirib o'tib, bu yerdan file kirib, filedan open'ni besib, open'ni bosgandan keyin desktopga boraman. Desktopga berib, torbatdan website degani besib, bu tushagan bizningki mana hujjatni ochdik. Qaraydigan bo'lsak, css, image, git ignore, about html, app.js, index.html, readme degandek hamma hujjatlar bor ekan. Endi shuning ustida o'zgartish olib boraylik. Masalan, about html deganni besib qarsak, buningda hech nima yo'q ekan. Buningga masalan biz bir tal html hujjatdan birini qurib, bu yerga h1 qilib yozib, bir xatlarni yozaylik. About pt deb yozdik. Yezib, buningga o'zgartish olib bordik. Undan yangi bir hujjatdan birini quraylik. Buningga contact.html qilib, html betdan birini qurib, buningga bir tal htmldan birini yozib, bu yerga contact deb yozdim. Yozib, bu yerga h1 birdan yozib, contact yoki
aloqlashish biti deb yazdım. Yazgandan keyin buni Ctrl S qilib saqlab. Endi qaraydigan bo'lsam git status deb qaraydigan bo'lsam, ikki tal hujjatda o'zgartish ep yuribdi. About html, contact html deb. Biz buni git add al qilib saqladik. Staging area qo'shdik. Undan keyin git commit qilib yangi o'zgartish qo'shildi deb bunga izoh berdik. Bergandan keyin clear qilib git status deb bassak bizningki mushu ishlash rayonimiz pokizgan, ya'ni working directory degan yer pokizlandi. Endi buni biz remote repositoryga qanday yo'llaydik? Oldingi darsda o'rgandik. Biz git push origin master deblam buningga buyruqni yozamiz. Yazsa bizningki bu hujjatimiz o'zgartish bergan hujjatlar hammasi miyaga kirdi. Hozirgi remote repository'ningki ichiga qo'shildi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda about html, contact html deb bor ekan. About html ga biz mau o'zgartishni ip bo'lgandik. Undan keyin contact html degan betdan birini qurdik. Qurib buningga aloqalash beti deb betdan birini qurdik. Endi bugungi darsimizda biz nimani o'rgandik degan vaqtida ma'lum bir remote repository'dan mushu repository'ni klon qilish va uningda o'zgartishlarni elib shu repository'ga qayta yo'llashni o'rganib o'tdik. Oldingi darsimizda pul deganni o'rganib o'tgandik. Bugungi darsimizda bo'lsa pul bilan fetchning qanday farqi borligini o'rganib o'tamiz. Endi pul degan qanday narsa deganda, pulda biz remote repository'dan kodimizni lokalga tushirib app bordik, ammo o'xshash vaqtda boshqalar projektga o'zgartishlarni elib remote repository'ga yo'llab bo'ldi. Biz kodimizni remote repository'ga yo'llagan vaqtimizda bizga xatolik berdi. Remote repository'da yangi o'zgarishlar bor, shu o'zgarishlarni tushirib, andan keyin o'zingizning kodini yo'llang, ya'ni push qiling deb bizga bir xatolik berdi. Bu vaqtida biz git pull origin master yoki qaysi branchdan tushirmoqchi bo'lsak shu branchdan eng yangi kodlarni yerlikka tushirib olib, andan keyin o'zimizning kodini yo'llaymiz. Endi fetch degan qanday narsa deganda, fetchda pulga o'xshab ketadi, ammo fetchda bizga mushu remote repository'da o'zgarishning bor yo'qligini bizga deb berdi, ammo u kodlarni bizga tushirib bermaydi. Ammo pulda bo'lsa majburiy o'zgarishlarni, yangi hujjatlarni bizningki yerlik ambarga tushirdi. Bu git pul bilan git fetchningki farqi. Undaqda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali git pul bilan git fetchni o'rganib o'taylik. Undaqda men avval GitHubga kirib, GitHubdan bir projektdan birini tushiray. github.com qilib, GitHub'ninki organ torbitiga kirib, Uyg'ur IT'ninki GitHub hisobotiga kirdim. GitHub hisobotiga kirib, GitHub hisobotdan bir projektdan birini tanlay, website degan projektni tanladim. Bu projektni tanlab, buningki GitHub adresini olaman. Bo'lgandan keyin men endi terminal kirib git clone ishlatish orqali bu projektni tushiray. Bu projektni tushirishdan burun avval tushirilgan yerga boray. cd desktop deb desktop kirib men desktopga tushiray. Bayamqi projektni tushirish uchun biz clone degan buyruqni ishlatamiz. Git clone andan keyin adresini kirgizamiz. Adresini Ctrl V yoki mouse'ning o'ng knopkasini bosib paste deganni bosib chaplasangiz bo'ldi. Bosdim. Bosgandan keyin bizga
bu proyektni tushadi. Biz ls degan buyruqni besishga qaraydigan bo'lsak, website topar ekan. cd website deganga kirdim. Kirib qarasam, mana barliq hujjatlar tushibdi. Endi men bayamqi bizningki remote repositoryda bir hujjatdan birini quray. Create new files qilib, yangi hujjatdan birini quray. Yangi hujjat.txt deb hujjatdan birini qurib, bu yerga hello world deb bir xatni yozdim. Qilgandan keyin bu yerga descriptiondan yozib qo'ysanglar bo'ldi. Hello world dedik. Create new file qilib qurdim. Bu hujjatni qurib qarasak, yangi hujjat txt degan mana hujjatimiz qurilibdi. Endi men bayamqi proyektni yerlik ambarga tushagan shu proyektni Visual Studio Code'da ichib shu proyektga o'zgartirish olib boray. Buni Visual Studio Code'ni ochdim. Ochgandan keyin open folder qilib, bizningki desktopdan bayamqi website deganni ochdim. Ichib proyektni ochgandan keyin men bu proyektga bir hujjatdan birini qo'shay. hello.html deb hujjatdan birini qurdim. Qurib, bu yerga bir html betdan birini quray. Hello all deb yozib, bu yerga bir paragrafdan birini quray. Qalayimqan xat qilib qo'yib turdim. Qilgandan keyin bu hujjatimiz qurildi. Shundami? Endi buni biz local repositoryga qo'shaylik. Terminalga chiqdim. Local repository qo'shish uchun biz git add qildik. Git adddan keyin git commit m qilib, git commit m hello qo'shildi dedim. Bizning local repositoryga qo'shildi. Endi buni biz remote repository qanday chiqaratdik? Git push origin master. Shundami? Endi men buni bosganda qanday o'zgarish yuz berdi? Qarab baqilay. Qaraydigan bo'lsak, bizningki git push mag'lub bo'ldi. Endi buning sababi biz proyektni tushirib bo'lgandan keyin remote repositoryda yangi bir o'zgarishlar yuz berganligi uchun, o'zgarishlar qo'shilganligi uchun u o'zgarishlarni cho'qim bizningki local repositoryga tushirib, shu o'zgarishlar bilan tang o'zimizniki o'zgartirishni yo'llashimiz kerak. Bo'lmasa boshqalarningki kodi yo'qolib ketadi. Shunga biz avval git pullni ishlatish orqali yangi o'zgarishlarni, yangi hujjatlarni o'zimizniki local repositoryga tushirib, undan keyin bizningki o'zimizning o'zgartirishlar bilan tang qo'shimiz. Bu git pullningki ishlatish o'rni git pull origin master deb qaraydigan bo'lsak, mana bizga mushu commit yozilgan faylsi chiqdi. Bu yerga biz ayni besib tuanga tushirib pull request yo'llandi dedim. Yo'llandi deb chekitni urib bo'lgandan keyin chekinish bu knopkasi, ya'ni escape deganni bosma. Biz bo'lgandan keyin control shift bilan qo'sh chekitni bosma. Bossaq tuvan qaraydigan bo'lsa qo'sh chekit chiqdi. X ni undash belgisini bossak saqlandi. Endi bizningki bayamqi hujjatimiz qanday bo'ldi? Tushdi. hello.html degan o'zimiznikida bizga hi degan hujjatni qurgandik. Shuni qurdik-ku deyman, esimda qilishcha. Yangi hujjat deganni quribdik. Yangi hujjat degan mana. Yangi hujjat degan txt hujjati qo'shildi. Bu git pullningki ishlatish o'rni. Endi biz shu remote repositoryga bir hujjatdan birini qo'shaylik. Hello
yoki student.html deb besib yoki haydab yozib qo'ydim, qilib new comment qilib, comment new file qilib bu student.html degan betni qurdim. Endi buni biz terminalda tuandagi buyruqni ijro qilib boqili. Biz remote repositoryga qo'shilgan kodlarni tushirish uchun get pull origin master desak, bizga eng yangi kodlarni tushirib beradi. Endi biz shu masterda bir o'zgarish bormi, yo'qmi, shuni ko'rmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Get fetch origin master deb qaraydigan bo'lsak, mana bir o'zgarishlar yuz beribdi, ammo u o'zgarishlarni bizga tushirib bermadi. Qaraydigan bo'lsak, mana bizning ls deb bossak, hujjatlarning hammasi bor, ammo bayamqi student.html degan hujjat tushmadi. Chunki biz git fetch ni ishlatib faqat o'zgarishni ham ko'rdik, ammo u hujjatni tushirmadik. Hujjatni tushirish uchun qanday qilamiz? Git pull origin master deb bossak, anandan keyin bayamqi hujjat ochildi. Biz buni qilish uchun avval commit yozamiz. Yangi pull request yo'llandi dedim. Yo'llandi deb checkni bosib, escape'ni bosdim, qo'sh checkni bosdim, x undashni bosib tushadim. Endi qaraydigan bo'lsak, ls ga qaraydigan bo'lsak, mana student checkit html degan hujjat mana tushibdi. Bu git fetch bilan git pull'ninki farqi. Git fetch faqat o'zgarishni sizga ko'rsatib berdi. Git pull bo'lsa, shu o'zgarishlarni tushirib berdi. Bu git fetch bilan git pull'ninki farqi. Bugungi darsimizda bo'lsa Nature Control System'idagi stage degan hukmni o'rganib o'tamiz. Stage degan nima degan vaqtida biz ma'lum bir ishni qilyapmiz. Shu qilayotgan ishni vaqtliq to'xtatib qo'yib, o'zimizniki ishlayotgan rayonni pakiz qilib, boshqa bir ishni qilish, u ishni qilib bo'lgandan keyin yana bayamqi qilayotgan ishimizni yandırıp qaytadan şu qilib qolgan yerdan boshlab qilishni ko'rsatadi. Endi bu vaqtda biz o'zimizniki kodini shu staging areaga qo'shmay turib, git add qilmay turib, o'zimizning kodini ma'lum bir vaqtliq saqlaydigan rayonda saqlab qo'yib, yangidan boshqa bir ishni qilish va u ishni qilib bo'lgandan keyin shu saqlab qo'ygan kodimizni asliga keltirib, shu davom qilgan qilib qolgan yerdan davom qilishni ko'rsatadi. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, shu git version control systemda working directory, staging area, local repository, andan remote repository deb ayrıldı. Ya'ni bizniki working directory, ya'ni bizning xizmat qilayotgan yoki kod o'zgartirayotgan yer, staging area degan shu kodni git add qilish orqali biz staging areaga qo'shamiz. Staging areadan git commit qilish orqali local repositoryga, ya'ni yerlik ambarga qo'shamiz. Stage degan nima degan vaqtida biz ma'lum bir ishni qilyapmiz. U ishni qilib etib bizga boshqa bir ish keldi. Endi biz bayon qilayotgan ishni yo'qotib etmasdan ma'lum bir yerga qo'yib qo'yib, masalan git add qilmay turib, git commit qilmay, uni ma'lum bir yerga qo'yib qo'yib, o'zimizniki yangi kelgan ishni qilish, yangi kelgan ishni qilib bo'lgandan keyin bayamqi bizniki vaqtliq saqlaydigan rayondan qilib qolgan kodimizni shu yerda davomlashtirmoqchi bo'lgan vaqtimizda stage degan narsaga ehtiyojimiz tushadi. Undaqda biz amaliy mashg'ulot qilish orqali bu stage degandan keyin nima ekanligini bir ko'rib o'taylik. Undaqda men avval bir yangi projektdan birini ochay. Ustal yuziga project bir deb bir hujjat xaltasidan birini qurdim. Hujjat xaltasini qurgandan keyin men bu yerga avval bir hujjatdan birini yozay. Masalan index bir checkit html deb hujjatdan birini qurdim.
hüccətdən birini qurğandan keyin mən bu yerə xət yazay. Bu yangi hüccət deb yazdım. Yazıb index2 ceket html deb yana bir hüccətdən birini quray. Bu yangi index hüccəti deb bunu yazdım. Bu ikkisini yazıb bolğandan keyin endi bu ne? Biz şu staging area yerden local repository'ga qo'shaylik. Qo'shishdan burun avval biz şu hüccət ne qurgan project payaga kiramiz. Buni kirish uchun cd desktop project 1 deganga kirdim. Kirgandan keyin qaraydiganimsa ls deb bassam index1 html, index2 html deb hüccət bor. Bu yerga yangi project bo'lganlik uchun git init deb gitni initialize qilaman. Initialize qilib bo'lgandan keyin git status deb qaraydigan bo'lsam, bu yerda index1, index2 deb 2 hüccət bor ekan. Men buni git add qilib staging area qo'shdim. U yerdan git commit m qilib tunji kod deb izohat berdim. Izohatni berib bo'lgandan keyin bular local repositoryga kirdi. Status deb besib qarsam, mana meniki ishlayotgan shu working directory pakizlandi. Endi men buningga yangi bir o'zgartishni kirgizay. Masalan, yangi o'zgartish kirgizdim deb 2 ga yazdım. Index 1 ga bu yerde bir o'zgarish bo'ladi deb o'zgarish yazdım. Hozir bizniki qaraydigan bo'lsak, index 1 bilan index 2 ga bir o'zgartishni kirgizdik. Buni qaraydigan bo'lsak, git status deb bassam, mana birinchi index 1 bilan index 2 ga bir o'zgartish kirgizildi deydi. Hamda bizga shuni qildik. Bu ishni bitkizmay turib, masalan, hozir qilayotgan ishimizni bitkizmay turib boshqa bir ish kelib qoldi. Ya'ni index 3 deydigan bir hujjatni yangidan boshlab ishlamoqchi bo'lib qoldik. Endi ma ish tugmadi, ammo a ishni cho'qim bitkizib etishimiz kerak. Undaqda biz ma bitmagan ishni local repositoryga qo'shsak bo'lmaydi-da. U vaqtida buni hamda biz vaqtli bir yerga saqlab qo'yib, yangi holatga akilib, shu kodimizni uningdan keyin bayamqi yangi kelgan ishni qilayotgandan keyin uni topshirib bo'lgandan keyin bayamqi qilib qolgan ishimizni shu qilib qolgan yerdan davomlashtiramiz. U vaqtida biz shu stage degan narsa stage qilamiz. Stage qilish uchun git stage deb buyruq bor. Buni bossam men kodni xato yozib oldim. Git stage qilib buyruqni yozdim. Bossam, mana yangi bir rayonga shu bizniki hozir qilayotgan rayonimiz saqlandi. Andan keyin buningga shu ishlayotdi deb yangidan bir index berildi deb shunda deydi. Buni qanday tekshiramiz deganda git stage list deb qaraydigan bo'lsak, mana git stage add 0 index deydi. Bizning bayamqi yozayotgan o'zgartishimiz ketdi. O o'chirilib ketdi. Endi biz bu yerga yangi bir hujjatdan birini quraylik. Git index 3 cheket html qilib yangi index 3 hujjatini qurdim deb bir o'zgartish qildim. Bu o'zgartishni qilib bo'lgandan keyin bunda har xil xatlarni yozib yangi bir ishni topshirib oldim deylamdi. Bu yerga ishni qilib bo'ldim. Bu ishni index 3 ni qilib men bitkizib bo'lgandan keyin index 4 deb bir hujjatdan birini qurib, bu yerda yana bir ishlarni qildim deyli. Ishni qildim. Qilib bo'lgandan keyin endi shu index 3 bilan index 4 ni men buni working directoryga
ekilib, working directory'da bular. Buni hamda biz staging area u yerdan local repository qo'shib, local repository'dan remote repository qo'shima. Buni qilish uchun git add qilma, git addni qilib bo'lgandan keyin git commit qilib, yangi vazifa deb yozib qo'ydim. Yozib qo'ygandan keyin bu bizningki local repository'ga qo'shildi. Endi bu local repository'ga qo'shilib bo'lgandan keyin biz endi bayamga qilib qolgan ishimizni shu yerdan davomlashtirib qilmoqchi bo'ldik. Qaraydigan bo'lsak, git stage list deb qilsak, idc mount'da endi biz shuni asliga keltiramiz. Buni asliga keltirish uchun git stage pub qilib stage add 0 qilib mana bosamiz. Basqandan keyin qarasak, mana bu ishimiz qaytib keldi. 2 qaraydigan bo'lsak, yangi o'zgartish kirgizdim deb bu yerda bir o'zgartish bo'lyapti deb bizningki bayamki o'zgartishlarimiz qaytib keldi. Ko'rgan bo'lsanglar. Endi men bu o'zgartishni endi kirgizmay git add al qildim, git commit m qilib kona ishni bitirdim deb yozdim. Endi bu yerga siz izohatga o'zingizning shu qilayotgan ishingizga munosabatli izohatni yozasiz. Men bu yerga o'zim xohlagancha bir izohatdan birini yozdim, yozib qildim. Git status deb qaraydigan bo'lsa, mana working directory pakizlandi. Git status deb mana working directory pakizlandi. Endi biz bayamqi deganimizdek shu qilayotgan ishimizni bir ishni qilayotgan vaqtida yangi bir ish keldi. O ishni cho'qim baldir topshirib etishimiz kerak. O ishni qilib bo'ldik. Qilib bo'lgandan keyin bayamqi bizning qilayotgan ishimizni vaqtlik saqlaydigan rayondan qaytarib kelib, o ishni davomlashtirib qildik va uni bitkizib yo'llab etdik. Endi yangidan yana bir ish qilaylik. Masalan, index 3 ga bir o'zgartishlarni kirgizdim. O'zgartish dedim. Index 3 ni o'zgartib qildim. Index 4 ni o'zgartdim. Index 4 da o'zgartish deb mana bosdim. Bisib qildim. Endi buni yo'llashdan burun menga yana bir yangi ish kelib qoldi, index 5 degan. Shu ishni avval qilib etishim kerak. O ishni qilish uchun meniki working directory'ni pakiz qilishim kerak. Uni qilish uchun bu hozirgi o'zgartishni vaqtlik bir yerga saqlab qo'yib, stage qilib qo'yishim kerak. Uni qilish uchun git stage deb bosdim. Qilsam mana meniki bayamqi o'zgartishlarim ketdi. Endi men yangi ishni qilsam bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, git stage list qilsam mana 0-sida mana kon ishni bitirdim deb eng oxirgisi shukan. Endi men shuni asliga keltirma. Bayam diqqat qilgan bo'lsanglar, git stage pub deb qilsam asliga keltirdi. Mau stage mi o'rnidan azaqi qilayotgan ishimiz, vaqtlik saqlab qo'ygan ishimiz shu vaqtlik rayondan yo'qolib ketdi. Endi biz bu ishniki yo'qolib ketmasligini oldin qanday olamiz deganda, ya'ni bu ish asliga kelsin, vaqtlik saqlayotgan yerdan bizniki ishlayotgan rayonimiz qaytib kelsin va shu vaqtlik saqlaydigan yerdan turib tursin desak, uni git stage biz bu qatam pub qilmay apply degani bossak, git stage add 0-si qilsak, mana asliga keldi. Qaraydigan bo'lsak, git stage list mana list deb qilsak, bizniki vaqtlik saqlaydigan rayonda turibdi. Endi bu git stage apply bilan git stage pubniki farqi. Endi biz bu vaqtlik saqlaydigan mavuni endi o'chirib etmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz degan vaqtida git stage drop qilib shu stageninki id'sini bossak,
hozirgi shu vaqtli saqlaydigan rayondan shu bizniki bergan shu stage'imiz yo'qolib ketadi. Ya'ni o'chiriladi. Qaraydigan bo'lsak, drop deydi. Git stage list deb qaraydigan bo'lsak, mana yo'qolib ketdi. Bu git stage drop'ninki işletiş o'rni. Onunda endi git status deb qaraydigan bo'lsak, ikki tal hujjatdan ikkisi hozir bizniki working directory'imiz ekan. Endi buni biz stage, ya'ni buning ichida ma'lum birsini vaqtli rayonga saqlab qo'yib, qolgan masalan 3ni index 3ni biz vaqtli rayonga saqlab qo'yib, index 4ni shu staging areaga u yerdan local repository'ga qo'shmoqchi bo'ldik deylik. Endi buni qanday qilamiz degan vaqtida avval ekran tozlay, git status deb bassa, mana index 3, index 4 bor. Biz bayam git stage deganni bassak, bu mishadagi hammasini stage qilib yetadi, vaqtli rayonga saqlab yetadi. Endi biz buning ichidagi birisini qanday qilgan vaqtda birisini ham qilamiz degan vaqtda git stage bo'shliq minus p deb bassak, bizga deydiki bu yerda ikki hujjat bor. Buningki masalan yangi o'zgartish deganniki, masalan yangi o'zgartish mana index 3 da shunda, ammo index 3 ni stage'ga qo'shamsa, qo'shmamsa deb bizdan so'raydi. Masalan qo'shib qolsak, yes deb qilsak, yangi o'zgartish degani bizningki o'sha stage'ga vaqtli saqlanadigan yerga qo'shilib ketdi. Endi mau index 4 dagi o'zgartish deganni, mana buni endi o'sha stage degan yerga qo'shamsa, qo'shmamsa, stage qilamsa, qilmamsa deydi. Yo'q, buni no qilib, buni app qilib, buni o'sha local repository'ga qo'shaman deb qilib no deganni bassak, mana bu bizniki birsi qaraydigan bo'lsak, bayamqisi yo'qolib ketdi. Yangi o'zgartishga yo'qolib ketdi, ammo ma'nodagi index 4 degan qolib qoldi. Chunki biz yangi o'zgartish deganni vaqtli saqlaydigan rayonga saqlab qo'ydik, ammo index 4 da o'zgartish deganni qolib qolaversin. Men buni shu staging areaga u yerdan local repository'ga yo'llayman dedik. Endi buni git add qilib, git commit qilib, index 4 da o'zgartish bor deb yozib qildim. Git status deb yozsam, mana working directory package dedi. Endi biz 4 ga o'zgartishni bitkizib bo'ldik. Endi bayamqi 3 ni qaytarib kelib, shuni davomli ishlamoqchi bo'lsak, shuni o'zgartish qilmoqchi bo'lsak, qanday qildik degan vaqtida git stage pub, shundami? Pub qilib stage add 0 qildik. 0 qilgan vaqtida bizniki shu 0-stageni ekilib berdi va vaqt o'rindan juydi. Chunki pubni qo'llandik. Agar apply deganni qo'llangan bo'lsak, bu yerdagi vaqtli stage o'rinda vaqtli saqlab qo'ygan yerdan uni juvatmay shu yerga saqlab qo'ydi. Bastok. Hoppa, mana keldi. Yangi o'zgartish degan keldi. Mauza batdi index 4 ga o'zgartish degan. Endi buni git add git commit qilib, commit index 3 dagi o'zgartish tugdi deb yozdim. Izlatgan kim bom tugdi. Endi git status deb qaraydigan bo'lsak, mana bizniki shu ishlayotgan working directory'miz package bo'ldi. Bu git stage minus p ninki alaydligi. Bugungi o'rgangan mazmunlarga bir qarab baqsak, index 5 git html deganiga qaraydi. Bugun nimani o'rgandik degan vaqtda git stage deganni o'rgandik. Birinchisiga
get stage deganni o'rgangandan keyin get stage list qilib stage qilganlarni ko'rdiganni o'rgandik buyruqni. Uni qilib bo'lgandan keyin get stage pub qilib stage add stage id'sini besib shu stage qilgan narsani qaytarib kelishni o'rgandik. Undan keyin get stage apply qilib stage add null buni qilib apply degan pub degan stage'ni qaytarib keldi va shu stage'ni yuvitdi. Apply degan uni yumaydi. Hem qaytarib keldi, hem shu vaqtlik yerda saqlab qo'ydi. Bu apply'ninki farqi. 5-siga get stage minus p ni tanlash orqali qaysi hujjatni stage qildigan, qaysi hujjatni stage qilmaydiganligini tanlashni o'rgandik. 6-siga get stage drop stage id'sini kirgizib stage'dagi berilgan stage id'dagi stage'ni o'chirib etishni o'rgandik. Bugungi darsimizda bo'lsa, biz nashr kontrol sistemasidagi rebase degan uqumni o'rganib o'tamiz. Rebase degan nima degan vaqtida rebase biz oldingi darslarimizda o'rganib o'tgan merge ga o'xshab ketadigan bo'lib, merge da biz bir branchdan yan bir branchga kodlarimizni birlashtirgan vaqtida merge deganni ishlatamiz. Rebase bo'lsa bizda hozir master da bir branch var. Master degan branchda ikki tal commit var. Bu ikki commitdan keyin biz yana bir shu master branchni kopyalab, yenidan bir branchdan birini qurdik. Branchni qurib, o branchga yana bir o'zgartishlarni kirgizdik. O'zgartishlarni kirgizib bo'lgandan keyin bu yangi branchda, ya'ni men development deb bir branch qurgan bo'lsam, bu branch shu yangi biz qilgan o'zgartishlar oldingi master branchdan eklagan commitlarning keyiniga ulinib mangdi. Masalan, master branchda biz ikki tal commit qilgan bo'lsak, development branchda shu ikki commitninki keyiniga, ya'ni izohatning keyiniga ulinib yangi izohatlar qo'shilib mangdi, ya'ni commitlar qo'shilib mangdi. Master branchda qilib qolgan yerimizdan, ya'ni shu ikki commitdan keyin boshqa bir ishni master branchda qilgan bo'lsak, development branchga o'tib, master branchnikini developmentga birlashtirish uchun shu merge ni ishlatgan vaqtida keyiniga qo'shilib ma'lumot masalan bizda master branchda birinchi ikkinchi commit bo'lgan bo'lsa, developmentda 3-4 bo'lgan bo'lsa, merge qilganda 4 ning keyiniga qo'shildi. Rebase'da masterdan keyingi yazgan shu izohatlar mavu development branchdan kirgan master branchning oxirgi izohatiga qo'shilib mangdi. Ya'ni avval master branch keldi, master branchdagi kodlar kelib bo'lgandan keyin undan keyin development branchdagi keldi. Ya'ni master branchda masalan 3 tal avval ikkisi botdi, uchinchisini yozdik. Is bo'lgandan keyin biz bu branchni mavu development branch turib master branchni rebase qilgan bo'lsak, miyadagi C2 degan command 2 degan izohat mavu developmentdagi C4 ning oxiriga emas, rebase qilganda shu C3 ning oldiga C1 ning keyiniga qilib qo'shilib bir tuzsiz holatdagi izohat turiga aylandi. Ya'ni bu birlashib 0 command, ya'ni index 0 1 2 deb mangdi. 2 ningdan keyin developmentdagi qolgan branch commitlar kelib birlashib mangdi. Endi buni amaliy mashg'ulot qilish orqali ko'rib aqilay. Undaqda men yangi bir project qurib, o projectni Visual Studio Code'da echib, o'zgartishlarni, yangi hujjatlarni quray. Undaqda amaliy mashg'ulotga boshlab ketaylik. Men hozir ustal yuziga practice'da bir yangi hujjat xaltasi qurdim. Uni echib, shu practice degan hujjat xaltasining ichiga biz yangi hujjatlarni qurib, o'zgartishlarni olib boraylik. Masalan,
yana index 1 chekit HTML deb bir hujjatdan birini qurdim. Bu yerga yangi hujjat deb yozdim. Yozib qilgandan keyin men buni mushu commit add commit qilishdan burun avval mushu hujjat qisqichbayaga kirib shu yerga GitHubni initialize qilma. Initialize qilish uchun git initni bosdim. Initialize qilib bo'ldim. Men bu yerga mushu hujjatni qo'shma git add all qildim. Git commit qilib index 1 deb izohatni berdim. Bir bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsak, git status deb qarasak, bizningki working directory package oldu. Git log one line deb qaraydigan bo'lsak, mana tunji bizningki izohatimiz keldi. Men bu yerga ikkinchi hujjatni qo'shay, index 2 chekit html qilib ikkinchi hujjat deb qurdim. Qurib bo'lgandan keyin buni qo'shay, git add all qildim. Git commit qilib index 2 deganni bosdim. Biz bo'lgandan keyin qaraydigan bo'lsam, mana index 1, index 2 degan 2 commitimiz keldi. Endi men yangi branchdan birini quray. Branch qurish uchun qanday qilamiz degan vaqtida oldingi soatlarda tugunib o'tgan to'q git switch masalan temp deb qursam bu hozirgi master branchdagi butun commitlarni va hujjatlarni ko'chirib elib yangi branch qurdi temp deb va shu branchga avtomatik o'tdi. Endi qaraydigan bo'lsak, git branch qaraydigan bo'lsak, temp deganning ichida ekanmiz. ls deb bossak, index 1, index 2 deb ekan. Git log one line temp deb qaraydigan bo'lsak, mana index 1, index 2 degan commitimizmi tang ko'chirilib ketdi. Ko'chirilib kelgandan keyin endi men bu yerga yangi bir hujjatdan birini quray. Bu hujjat nerede bo'ldi deganda temp degan bizniki yangi branch bo'ldi. Bu yerga index 3 chekit html deganni qo'shdim. Qo'shib yangi hujjat deb o'zgartirishdan birini kirgizdim. Kirgizib bo'lgandan keyin git add qildim. Git commit qilib hujjatni izohat berdim. Git index 3 deb berdim. Bir bo'lgandan keyin git log one line tempninki logini qaraydigan bo'lsak, mana index 1, index 2, index 3 deb keldi. Endi biz master branchga chiqib, master branchda yangidan bir hujjat quraylik. Git switch master deb qarasak, masterning ichiga kirdik. Masterda index 1, index 2 bor ekan. Biz bu yerga index 4 chekit html deb yangi hujjatdan birini quraylik. Index hujjati qurildi deb yozdim. Yozib buni git add qilib qo'shdim. Git commit qilib izohat berdim. Index 4 deb berdim. Bergandan keyin git log one line master deb qaraydigan bo'lsam, index 1, index 2, index 4 ekan. Endi biz git switch temp degan nemga chiqaylik. Branchga chiqsak, tempda qaraydigan bo'lsak, index 1, 2, 3 bor ekan, 4 yo'qolib ketdi. 4 yo'qolib ketdi. Shundami? Git log one line tempni bosaylik. Bossak, index 1, 2, 3 bor ekan. Git log one line master deb bossak, masterda
indeks 1, indeks 2, indeks 4 bor ekan. Endi biz normalda bir branchdan yana bir branchga kodlarimizni birlashtirganda qanday qildik? Git merge deganni ishlatardik. Shundaymi? Git merge qilib qayerga, ya'ni masalan tempga nereden masterdan manda qilib master branchki kodlarni temp degan branchga merge qilardim. Endi biz merge qilgan vaqtida masalan masterga qilgan vaqtida tempning keyniga masterdagi kodlar ulinib chiqdi. Ya'ni 1, 2, 3 anandan 4 keladi. Ama Rebase'ga qaraydigan bo'lsak, Rebase'da tempda 1, 2 shundaymi? 1, 2 masterdami bor. Ama masterda index 4 bor. Tempda index 3 bor. Endi bu yerdagi masterdagi index 4, bu index 3'ninki arası kirib 1, 2, 4, 3 olib chiqadi. Buni ko'rib boqaylik. Git rebase master deb qaratsak, mana rebase bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, index 1, 2, 3, 4 deydigan o'chitimiz hammasi keldi. Buni hamda git log one line temp deb qaraydigan bo'lsak, mana 1, 2, 4, 3. Chunki 4 mana bu index asli merge qilgan vaqtida index 1, index 2, index 3, ondan keyin index 4 keladi. Amma rebase qanday degan vaqtida rebase'da mushu master branchda index 4 degan eng oxirgi commit bo'lganligi uchun bu commit mau temp branchdagi commitninki eng o'xshash commitning eng oxiri, ya'ni o'xshash commit hozir index 2 shundaymi? Index 2 ning keyniga master branchdagi index 4 keldi. O 4 kelib bo'lgandan keyin, undan keyin bizningki temp branchdagi mau commitimiz keldi. Ya'ni temp branchda index 3 botdi. Shunga index 4 degan master branchdan kelib index master branchdagi commitlarimiz o'xshash bo'lgandan keyin, anandan keyin temp branchdagi kodlar keldi. Bu rebase'ninki ishlatish o'rni. Ya'ni bu bunda qildik. Hammasi bayamqi slayd ko'rsatganga o'xshash bir tuzsizlikdagi izohatlar bo'ldi. O'xshash bir tuzsizlikqa aylandi. Undaqda bugungi darsimiz shunchalik. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.